Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmaning aziz ko'rarmanlari. Bugungi naq maydon suhbatimiz Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urushi haqida bo'ladi. Ko'ryapmiz har kunlik yangi xabarlarni. Amerika Xitoy o'rtasida o'zliksiz boj o'stirish orqali bir-birisiga bo'lgan bu savdo urushini yuqori bosqichga kelib chiqyapti. Bu munosabat bilan xalqimizni ham shu Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urushi haqidagi ma'lumotlarni texnik keng doirada xabardor qilish maqsadida Amerikadan To'g'liq Abdurazzoq apandim bilan Kanadadan Ahmadjon Osmon apandimni bugungi suhbat programmasiga taklif qildim. Assalomu alaykum To'g'liq Abdurazzoq apandim, Ahmadjon Osmon apandim. Uyg'ur Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Naq maydonda qatnashmaganligiga sizga rahmat aytaman. Alaykum assalom. Sizga rahmat. Ko'p chapat atyapsiz. Rahmat. Bugungi bu suhbat programmamiz kirishdan avval qisqacha bir xush xabar deb qo'yay. 4-oyning 9-kuni Gollandiya parlamentida, ya'ni Denk partiyasini o'ylan degan partiyaningki partiya boshlig'i Stephen Barla Gollandiya parlamentida Şinjan degan ismning o'rniga Sharq Turkiston degan ismni qo'llanish taklifini o'ttirib qo'ydi. Bu taklifning o'ttirib qo'yilishi ana bir tunji qatim Gollandiyadamida yoki boshqa davlatlarda ilgari parlamentlar hukumatlar o'ttirib qo'yilganini men izlanib baxtim, izlanib qo'ysam Gollandiyada tunji qatim bu narsa o'ttirib qo'yilibdi. Bu o'ttirib qo'yilgandan keyin darhol Gollandiyadagi Xitoy hukumatiningki elchixonasi buning kuchli norozilik ifodalab bayonot e'lon qilibdi. Men bu temada maxsus izlayapman. Gollandiya parlamentidan Xitoy tajovuz davlatiga etilgan bir pay o'q deb bir maqola yozyapman. Shu maqolam bitgan vaqtda men bu to'g'risida ayrim o'zim qisqacha tushuncha beraman. Gollandiyadan tunji qatim ya'ni Xitoyninki bizning besib olgan zaminimizniki Sharq Turkiston degan ismni butun Gollandiyaniki hamma nimalarda qo'llanish taklifi bu haqiqatan bir yangi xabar. Shundaqla bizning zaminni haqiqatan bir besingan bir zamin ekanligini dunyoga bildirishda nihoyat bir tarix ahamiyatiga bir muhim bir uchurga qarindoshlarimizda bu uchurlar bir o'rtaq chiqay dedim. Endi suhbat programmasiga kirib ketdik. Oldi bilan bugungi suhbat programmamizniki To'g'liq Abdurazzoq apandim Amerika va Xitoy o'rtasidagi savdo urushi haqida o'zi tayyorlab kelgan PPT hujjat va buni bir 15 minut atrofida bir tushuntirib prezentatsiya tushuntirib bo'lgandan keyin ana keyin rasmiy o'zim tayyorlagan 7 savol, shu 7 savollar asosida suhbat olib boramiz. To'g'liqqa hamsa ekran sizda. Xo'sh. Aldı bilan Abdurimjon sizga rahmat mushu meni taklif qilib mushuni o'rinlashtirganingizga. Endi butun ekran oldidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarga mushu yakshanba kuninglar xayrli bo'lsin. Bugun uning ustiga Ahmadjon Osmon apandim bilan ekranga chiqdim. Balkim tunji qatimmi deyman Ahmadjon. Buningdan mamnunman. Anoyat yaxshi. Albatta Ahmadjon bilan ko'nglimizmi yaqin bu uzundan beri chiqishlarni birga qilishib kelgan. Lekin suhbatda birga bo'lib boqmagan. Shunimi sizga rahmat Ahmad. Endi men gapga kelsam, endi bu hozir mushu butun dunyoninki barliq davlatlarning diqqatini qo'zg'atgan bir cho'ng ish mushu Amerika prezidenti Donald Trump 4-oyning 2-kuni uni o'zi mushu Amerikaning ozodlik kuni deb atadi-ku 4-oyning uni endi asosan shu kuni mushu butun dunyodagi barliq davlatlarga shu o'ttircha 10% dan tamojna beji qo'yib, andin mushu 60 tak davlatga tanlab ularga yuqori nisbatdagi tamojna bejini qo'ygan. Buning ichida Xitoyninki endi eng yuqori bo'lgan shu vaqt 67 deb qolgan, endi qolgan yana mushu hatta Kanada, Meksika mush qatorliq davlatlar ham qo'yganda. Endi oxir bu orliqdagi Trump bilan Xi Jinping arasida bir talash tortishlar, bojni bir-birini o'stirish jarayonini men so'zlab yurmayman. Oxiri to'xtalgan nuqta nima deganda, Amerika Xitoy mollaridan 145% tamojna beji olgan bo'ldi. Xitoy bo'lsa qayturma nima zarbidamda qayturma 3 ilish bojni qo'yib, vaqtida 125%. Hozir to'xtalgan son mushu. Endi to'xtalgan sonlar bu
bu bo'lishda andikin uning aqidilla andikin Trump o'zining shu burundan qilib qolgan odati bo'yicha ba'zi bir mazmunlarni o'zgartib ketib shu dunyoninki nimasini masalan shu paychak bozorlarini bir ko'tarib bir tushirib shunday ahvollar bo'ldi andikin Shi Jinping muashaqda o'z oldiga joyinlik qilib biz Xitoy Amerikadan qo'rqmaymiz, taqobil turib biz Amerikadan bizni qo'rqitolmaydi deb o'zining xalqiga yolg'on aytib ketib bordi mushtaq ahvol. Endi ikkinchi bet ko'rsangiz ha bu yerda mana ma gaplar bu yerda bo'ldi-da. Buningda nima degan chog'da men abay gap degan gaplarni bu yerda dedim. Men bu yerda bir qancha sonlarni sizlarning diqqatingizga sunayil dedim. Chunki men 2024 Amerika mushu 2024-yilda Amerika Xitoyga faqat 144 milliard dollarlik mal eksport qilgan bo'lib, Amerika Xitoydan 440 milliard dollarlik malni import qilganda. Demak, Xitoyga silishtirganda Amerika 295 milliard 400 million dollarlik malni Xitoydan ko'p setib olgan bo'lib, buni biz qizil raqam deymiz. Qizil raqamni soni 295 milliard dollar deb qarasak, yuqoridagi 440, 140 degan sonlar men taxminan sep qo'ydim. Shuni qarab bilib olgan bo'ldi. Demak, Amerika Xitoydan naiti ko'p shu nimani import qildi. Xitoyning hamda eksportiga bo'lgan nimasi ehtiyojini ait kuchli degan gap. Endi davlat iqtisodiy keltirgan 440 milliard dollar degan nima deganda Xitoyninki umumiy mahsulot qiymatininki, ya'ni GDP'sininki 2,2% egallaydi. Endi Xitoyninki yillik GDP'sini biz 2024 GDP'si 18 trilyon 800 milliard dollar. Bu shunchalik pulda, shuning ichida shunchalik. Lekin Amerikaninki Xitoy eksport qilgan 144 milliard dollar degan faqat qanday bo'ldi deganda, yana shu 440 milliard dollar degan Amerikaning GDP'si. Amerikaning GDP'si mana 30 trilyon dollarga yaqinda. Xitoydan shu 60 Xitoyning faqat 60%ni Xitoyning GDP'si. U faqat 20% yetmaydi. Demak, mushu sondimma biz endi qaysi tarafninki afzallik o'rni turadiganligini bu yerda bilalaymiz. Men bu yerda tafsiliy buni analiz qilib yurmayman. Chunki menga berilgan vaqt qisqa bu yerda. Tamam. Endi üçüncü nuqtani deb o'tay dedim. Bu yerda nima deganda 2024-yilda Amerikaning Xitoy eksportiga o'ttirish tamojna bajini faqat 11% qo'ygan. Shu Xitoydan olgan bajning qiymati faqat 50 milliard dollar bo'lganda Amerikada shunchalik oldi degan gap. Ammo Trumpniki agar shu 145% baj nisbatidan oldigan bo'lsa, oson diqqat qilinglar. U vaqtda Amerika qanchalik olgan bo'ldi deganda 638 milliard dollar olgan bo'ldi. Albatta konkret hisobot bunda oddiy bo'lmaydi. Men faqat shu basonni mushaga qo'yib hisoblaydigan bo'lsa, bu bir matematika bilimi ketdi degan parang emas, oddiy hisobotda shu oddiy hisobot qilguncha 638 milliard dollar keldi degan gapda. Ammo Xitoyni oldigan bo'lsa, Xitoy Amerikadan import qilgan mallardan faqat 180 milliard dollar oladi. Agar 125% bajnisini saqlab qolgan bo'lsa, shunday bo'ldi. Shunchalik. Bu sonni bir deb o'tdim. Endi yana bir bet ko'rsak. Yana bir bet ko'rsak ne? Ma'ningda endi meyadichim shu Amerikaning Xitoydan shu import qiladigan asosliq mallarning qiymatini ko'ra mayaqda dedik. Asosliq mallar deganimiz ham shu eng ko'p setildiganda shu 10 xil mallar. Bular qaysilar deganda, birisi yanfonlar, bizning ishlatib turgan telefonlar, mesela iPhone ya boshqa fonlar ashadin
Xitoydan import qilingan bo'lib ketdi. Unfortunately demiz bu nəhayət bir əfsuslu xəbərdə, əfsuslu iş. Endi bu kompüter və onun zapçasları, yəni elektronluq saymanlar, qatarlıqlar mən aldınqı 3 orun turda. Bularning cəmi nimasını qaraydigan bolsaq, yəni özü bularniki şu 150 milyard dollardek pul aydı. Demək şu mallar, şunçilik mallarni biz Amerika Xitoydan import qilyapti da 2024-yildagi. Ama nimalar bu yerda shuni bayqab. Endi men Xitoyninkini olgan bo'lsak-chi, Xitoy Amerika Xitoyga eksport qilgan mallar qancha deganda faqat shu 10 xilda, 10lik yo'q shu top 10 degan nima deymiz, ham oldingi 10 o'rin turadigan mallarni malama. Shu masalan shu purchoq deymiz, andikin bu aeroplanninki zapchastlari, andikin dorilar, andikin bir semikonduktorlar yerim konduktor nimdan to'qlar kompyuterning ba'zi bir nimalari. Shundaq narsalardan shu nim qilib. Bularning jami soni aran 78 13 milyard dollarda. Demak 270 bilan 78 shu anda bir qanchalik bo'ldi deganda, bu yerdagi qizil raqammi 199 milyard dollar bordi. Demak Amerika Xitoydan jiq import qildi, lekin Xitoy faqat ozroqli molni oldi-da. Bu yerda bumi bir tangpungsizlik, bir President Trumpning deyotgan tangpungsizlik degan naq bu shu. Men sendan deyotgandek, sen nima uchun menni olmaysan deb ani majburlayapti. Bu nayt bir normal, asli bir normal bir fikr bu. Endi qani bu 4-bet kelayli, 4-betni uzun to'xtam, 4-bet. Bunun da Meyada Mehmet President Trump'ın ondan şu özünün çıkarına 4. ayın 2. günü özünün bunu Liberation Day dedi ki ama Amerika'nın azatlık günü degen gap. Hem de bir devletin azatlık günü degen bir asan şuar emas da bunu nemi üçün şundaq dep tolaydı degende cedvellerini qaraydigan bolsak şu dünyadaki barliq şu devletlerinin şu tizimligini tizip aşağıda her bir devletke o'ttirchi 10%, endiki 60 devletke devletning şu Amerika qanchalik import export qilish nisbati qarab yani o'xshamagan nima tamojna bajlarni qo'yib aşağıda nima qilganda shuning uchun bu nima uchun buni Liberation Day deganda shu Amerikaning Trumpning azaldan shu New York'ta vaqtida dastlabda cho'ng tijorat pul tepib nomi chiqqan vaqtida biz Amerikani boshqa davlatlar bo'zaq qilyapti, shu import export bak bo'zaq qilyapti, shu vaqtlardan tortib deb kelgan gaplar. Endi bu eng oxirgi ketim bu Amerika shu orqali nurg'un ziyonlarni tortdi. Biz shuni o'zgartmasak bo'lmaydi deb ani Liberation Day deganini sabab. Shu orqali Amerikaning iqtisodiy yo'nalish o'zgartish, iqtisodiy tangpungsizlikni Xitoy bilan dunyo bilan bo'lgan tangpungsizlik. Masalan, Yevropa, bu yerda Yevropami bor, Xitoymi bor, butun dunyodagi shu nurg'un davlatlar hammasi bu deydi, hammasi bizni bo'zaq qilib, bizga nima ozmal bizning milimizni olmay o'zlarining nimasini bizga setyapti degan mundaq narsani bo'lyapti. Endi qani buningda shunchalik to'xtaydi. Endi bu 5-bet kelayli. 5-betda mana dunyo xaritasini tuzib qo'ydim. Bu yerda shu tangpungsizlik uchun bir şeyden ko'ryapsiz. Qizil ranglarni ko'rdinglarmi? Qizil ranglar degan shu Xitoy asosliq shu mollarini eksport qiladigan davlatlar. Qıpqızıl mana bütün Rusiya deymiz, aşı nimalar, Avstraliya muşlarning hammasi shu Amerika silishtirganda Xitoyning mollarini ko'parak oldi. Bularning jami so'mi ana 6-3 ni qo'shsak 12 trillion dollardek mal Xitoydan shu davlatlarga chiqarildi. Shu vaqtda bu davlatlarningki iqtisodiy nimasini ma'lum darajada kontrol qilib olgan bo'ldi. Amerikaning ta'siri qanday bo'ldi degan Amerikaning ta'siri mana Ahmadjon Usmon turayotgan Kanada, andiki moyoqda Meksika, andiki shu Janubiy
Amerika tarafdaki bir qancha şu kök tuğan devletlerindeki Avrupa'nınki G'arb taraftaki şu devletlerge Amerika'nın nemesi biraz güçlü. Biz Avrupa'nı neyimiz hem de aşağıla. Avrupa degan başka devletlerden bağlı başka devletlerge Xitayning ta'siri hali küçüyüp kirib ketdi. Bu xarita orqali shuni bilib olgan bo'ldi. Endi men yerda so'mini qaraydigan bo'lsak, endi 5-7 shundami? 5-7 10 trilyon atrofidagi bu eksport qilingan. Hozirgi darajada bularning Amerika bilan shu Xitoyninki umumyuzlik eksport nim qilishimiz yana barobarda, lekin Xitoyning yana sal ustuni turibdi. Trumpning davlatini Xitoyning mushu ta'sirini yo'qotish uchun bajlarni o'stirib shu harakatni qilyapti. Qolgan gaplarni keyin paranglashsak bo'ldi. Bugungi tanishtirishim mishalchi bo'lsin, agar savollar bo'lsa, qani bir qisqa javob bersam bo'ldi. Vaqt berilgan vaqtimiz bo'ldi. Rahmat, amsa qisqa tushuntirish tugidi, endi rasmiy savol qismiga kirib ketaylik. Birinchi savol, Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urushi iqtisod sababdan o'tirib chiqdimi yoki siyosiy sababdanmi? Buning orqasidagi maqsad nima? Burimi bu ikki davlat o'rtasida savdo urushi bo'lganmi deb. Savol aniq bo'ldi shundaqmi? Birdan nima qo'yamiz? Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urushi iqtisod sababdan o'tirib chiqdimi yoki siyosiy sababdanmi? Ya menimcha bu ikki sababi bor bu yerda. Siyosiy sabab birinchi o'rinda turdi, iqtisod sabab amaliyotda ikkinchi o'rinda turdi. Lekin iqtisod bilan siyosat degan hozircha zid bog'langan narsa bo'lib ketdi-ku. U masalan, ma xaritani ko'ryapmizda, xaritani agar mushu qizil ranglar hozir bir narsa qo'yib qo'yib, bu yerda Xitoyning mollari-ku dunyoninki mallarninki 3dan 1 qismini egallaydi. Xitoy ishlab chiqargan bu. Shu ta'siri agar masalan 20ga 50% ketadigan bo'lsa, iqtisodiy ta'sir oladigan bo'lsa, dunyodagi hech qanday davlat, Amerikaning o'zi chiqqan, Yevropa va hammasi birlashib bo'lsa-mu, Xitoyning ta'sirini yo'qotolmaydi. Bu iqtisodiyotda mushtaqqan bu iqtisodiyotdagi bu siyosatga noiti cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Mening javobim shu. Xo'sh, endi sizniki boshqa, Ahmadjonga boshqa nimangiz bormi? Bunga qarata ko'z qarashingiz? Bu siyosiy sababmi yoki iqtisodiy sababmi degan vaqtida to'g'liqmi deb o'tdi. Hozir masalan bu ikkisi o'xshash, ya'ni siyosiy sababmi deymiz, iqtisodiy sababmi deymiz deb. Men bu shunday qarayman, ikkili sabab bor. Lekin mush ikkili sababninki sabab bor bo'lgan vaqtida, ya'ni Trumpning shu qo'zg'ayotgan savdo urushi deyli, shu urush savdo tarafidan siyosatga, Amerikaninki dunyodagi siyosatiga qanchalik ta'sir etadi, qanchalik foyda olib keladi, qanchalik ziyon olib keladi degan ma'noni o'ylashimiz kerak deb o'ylayman. Hamda hozir Amerika, hozirgi dunyoning tartibi Amerika o'rnatgan tartib. Hozir Xitoy texcha Amerikaningki o'rnatgan dunyo tartibini buzib, uning o'rniga nima deymiz, o'zining tartibini, Xitoy o'zining tartibini dunyo qo'yolmadi. Mushundaq cho'ng dunyoninki 3dan 2 qismidan ortiq yerlarda o'zininki iqtisodiy ta'sirini ko'rsatayotgan Xitoy, lekin Amerikaninki dunyo tartibini texi buzg'uni yo'q, yoki bo'lmasa uni almashtirg'uni yo'q, yoki o'zining dunyo tartibini tikligini yo'q. Shunda bo'lganda siyosiy jihatdan Amerika yana Xitoydan ustun turadi, kuchli deb qaraymiz. Biroq hozir Trumpning savdo urushining o'zi Amerika tikligan yoki Amerika o'rnatgan dunyo tartibiga tahdid olib kelyotdi. Ya'ni bunday shubha vaqtida Xitoy texi buzolmayotgan, Xitoy texi Amerikaning o'rnatgan tartibiga, dunyoning tartibiga o'zininki tartibini tiklayolmayotgan mushundaq bir sharoitda va shuni urinayotgan bir sharoitda Trumpning savdo urushi Xitoyninki nima deymiz, planini, Xitoyninki niyatini, istikini amillashtirib berish ehtimoli bo'lib qoladi. Chunki bu savdo urushi
oxirida Amerikaningki o'zi tiklagan dunyo tartibiga bak cho'ng tahdid deb keladi. Hozir bu tahdidlar boshlanib bo'ldi deb o'ylayman. Masalan, Kanadani alayli. Eng oddiysi shu Kanada nima to'g'liq tushuntirib o'tdi. Masalan, Kanada masalan butunlay mush Amerikaningki iqtisodiy nimasida Amerika jiq mal sotadigan davlat. Lekin Amerikaningki mush dunyo tartibi bilan o'lchsak, Amerika Kanada munosabatini hozir Kanada Amerikaning dushmaniga aylanib qoldi yoki Amerika Kanadaning dushmaniga aylanib qoldi. Bu bir. Ikkinchidan masalan, nima? Meksika. Icelandning endi kichi. Greenland. Greenland masalan, Greenlandning sababi bilan Amerika masalan Greenlandni olaman deyotdi. Ya tinchlik yo'li bilan olaman, ya askar chiqarib olaman, ish qilib mushni menga bersan deb masalan Daniya bilan urushyotdi. Hatto Daniyaningki bosh ministri telefon suhbatida telefonni qo'yib atgan yerlari bor, Trampning yuziga. Alhamdulillah. Mushu masalan Amerikaningki o'rnatgan dunyo tartibiga ta'sir etkizyotdi. Masalan, Yevropa ham hozir o'zini Amerikaning dushmani ko'ryotdi. Amerika va Yevropani o'zining dushmani ko'ryotdi mush tarafdan. Shunda bo'lganda Amerikadek va Kanadadek, Yevropadek va Kanadadek mushundaq Amerikaningki ittifoqdoshlari, ya'ni Ikkinchi dunyo urushidan keyin ta hozirgacha davomlashayotgan ittifoqdoshlari hozir ittifoqdoshlikdan qilyotdi va dushmanga o'zgaryotdi. Bunda ahvol ostida Amerika o'zi tiklagan dunyo tartibini o'zi pachoqlayotdi degan gap. Bunda bo'lganda bu Amerikaningki siyosiy o'rniga, siyosiy manfaatiga zid bir sharkatda. Mushu nuqtadan qaragan vaqtimizda meningcha siyosiy jihatdan Amerika ziyon tortyapti. Lekin iqtisodiy jihatdan foyda oldim deb o'ylayotgan bilan, lekin mening nazarimda yana Amerika iqtisodiy jihatdan foyda olgani yo'q bunda. Albatta, Ahmadjonninki mush ko'z qarashimi Amerikadagi yerimidek insonlar xalqmichu shu ko'z qarashda. Lekin yana qolganlari ham masalan demokratlarning ko'z qarashi asosan shuningdir-ku, hamda uningda Cumhuriyetçilerning ko'z qarashi sal o'xshamaydi buning qarta. Endi bir masala borchu, mush Kanada, Meksika, Andikina, Greenland masalalariga kelgan chaqda bu Trump gerçi 4-ayning 20-kuni umumyuzlik hammasiga bosh qo'ydik degan bilan shu ma'u oldimizdagi juma kuni deyman, juma kuni andikin chiqib ozroq narsani o'zgartdi. Nimani o'zgartdi deganda Xitoyni ayirib qo'yib. Xitoyga 145%, 125% deganti, lekin keyin hammasi 125% o'stiribdi desa, oqidanlar o'zi chiqib, yo'q 125% emas, aslidagi 20% mi? Ya'ni o'sha turdi, shuning uchun 145% dedi. Lekin bu yerda shu kuni yana bir muhim bir nimani qarorni qildi-ku, nima deganda Xitoydan boshqa barliq davlatlarga Onunla bajni üstlemeymeyiz. Baj yana 10%'imiz turdu. 90 kun vaqt bermeyiz deb. 90 kun içinde demek Trump 90 kun vaqt verdi de Kanada, Meksika, şu Avrupa birleşmesi hamma davlatlarga 90 kun içinde sizlarning mening fikrim, mening ko'z qarashimcha bu Cumhuriyet Partiyasi ham shu ko'z qarashda bo'ldi. Ashlar vaqt berib, qani biz maslahatlashib, agar qayerda sizlarga nisbatan to'g'ri bo'lmabdi deganlar maslahatlashib bir kelishim tuzgan vaqtni berdi degan. Lekin Xitoyni oribli qo'ydi-da. Xitoyni orib qo'yganligi qanday yo'nalish paydo bo'ldi, siyosatda qanday yo'nalish paydo bo'ldi deganda, mush 90 kun ichida. Albatta, men bir nima bilmayman-da, cho'ng iqtisodshunoslar hozir tangdi qilyapti zodiqin. Agar Amerika mush 90 kun ichida obayqa qizil rangdagi davlatlarni rozi qilib,
Әндік Қытайның тәсірін іштіріп çıqırып алайдыған болса, o vaqtida Amerika bir əvzəllik olub siyasi cəhətdən çoğ utuq oldu. Xitayni şu arqılıq nima yalğızlaştırıb ötüdü. Mındaq bir gap var. Endi ma yaqında yana bir vatqan nima eshitganda Muşu Xitay muçu hamda Xitay gerçi Xi Jinping özünün göz qarşı bulmaslığı mümkün. Xitaylarmı hazır əştaq bir yerə kelib nim qıvatıdı degəndə bu eksportga tayindigan iqtisodni o'zgartib o'zlarining ishki jihatdan shu mallarni ishki jihatdan sotadigan shu orqali nim qilamiz debdi. Bu burunqa shu bir balvoq bir yo'l degan siyosatlarning cho'ng o'zgarishi bir yo'nalish qarab ketdi. Agar burunqida qilolmaydigan bo'lsa, o'zining xalqining ichida mallarını özünün xalqiga setib, andikin shu burunqi shu kommunist davlatlar var, kommunist davlatlarni ham Rossiya deymiz, bu o'zining ta'sir shularni bir ayrim bir buloq qilib, andik g'arb bilan talash tortish qiladigan bir kuchni yaratmoqchi siyosatlarni. Shu narsa bo'lyapti hozir. Shuni demoqchiman. Lekin biroq bu yerda to'g'liq tushilsam bo'lamdi ya. Xo'sh, so'zlaysiz. Bu yerda to'g'liq masala hozirgi Trumpning bojni Kanadaga, masalan, Kanadani misol qilib turayman hamda. Kanadaga qo'ymamdi, ya'ni emlashtirmamdi. Lekin ba'zi narsalarga bojni emlashtirib bo'ldi, lekin butunlay bunda Trumpningki o'zininki e'lon qilgan boj nimasida masala bu yerda emas bo'lib qoldi hozir. Hozir Kanada bilan Amerikaning o'rtasidagi eng asosli masala hozir ishonch masalasi bo'lib qoldi. Yani hazır Kanadalıqlar yoki Kanada taraf hazır Amerikaga ishonmaydigan bo'ldi. Demak, bu ishonchsizlik nereden keldi deganda, bu ishonchning urilishi, yo'qolishi, yo'qolib ketayotganligi sababi Amerika Kanadani besib olmoqchi ekan, yoki Kanadani elib olmoqchi ekan bir amallarni qilib. O gapdan bo'lib keldi. Şuna bu fakat boj masalasi emas, ikki davlatning o'rtasidagi siyosiy masalalarga berib, hatto Kanadaninki igilik huquq masalasiga berib taqildigan bir masala o'xshaydi ekan degan shuning ishini o'tadi hozir Kanada. Men bir savol so'rasam bo'lamdi Ahmadjon. Ya şu qanday Kanada qo'ygan boj 25% qo'yamdi. 25% qo'yganning sababi Trumpning ko'rsatgan sababi fentanolning Kanada tarafdan kirishi dedi. Shundami? Endi keyin qonunsiz ko'chmanlarning ashaqdan xotirjam kirganligi shu sababdan qo'ydi. Agar shuni to'xtatadigan bo'lsa, uni so'zlashgida bo'ldi degan gaplarni qildi-ku. Endi yana birsi, mana bu bir savol. Endi yana birsi nima deganda, masalan, Trumpning davatqani xeyli uzun beri shu gaplarni deb turdi-ku, Kanada bizdan foydalanib ketyapti. Biz agar Kanadaga shuning nimalarini olmaydigan bo'lsak, ularni xeyli yuqori Amerikaning eng cho'ng savdo hamrosi Kanadaga shularga biz shu har yili shu ta'minlab turamiz, lekin bizim foydalanyapti. Bizni barobar qaramayapti degan ko'z qarashini dedi-ku. Buni hamda Kanada xalqi qanday qaraydi bunga? Yo'q, bu yerdagi masala bu emas. Masala hozir Kanada bilan Amerikaning o'rtasidagi ishonch masalasi hozir bojdan olib ketdi. Boj masalasi bir yoqqa qayrilib qoldi. Chunki nima uchun desam, Trump Kanadaga boj qo'ydigan masalasini o'ttirib qo'ygan vaqtning o'zida yana Trump Kanadani Amerikaning 51-o'lkasi degan muomalani qildi. Mushu muomalani qildi. Mushu muomalani qilgandan keyin aning Kanadaliklar qo'pab, anandagi nurg'un Kanada ba'zilari dedi, unda olsa Amerikaning hammasi emas, masalan, Michigandagi Amerikaning viloyatlari Kanadaninki 14-chi nima deymiz, state nimasi bo'lsa bo'ldi ekan-ku degan status bo'ldi ekan-ku degandek mushlar masxaralarni qilishga boshladi Kanadaliklar. Andan keyin umuman qilib aytgan vaqtida Kanadaninki
70%'dan ortiq xalqi hozir ularning butunlay qarashi nima bo'ldi desang, o'zlariningki vatanparvarligi kuchayib ketdi. Vatanparvarligi kuchaydi. Ya'ni bu vatanparvarlik qanday aks etadi desang, birinchi Kanadaning egilik huquqiga bo'lgan bularningki ehtiyot qilishi, diqqat qilishi va shuni qo'g'dishi. Ikkinchidan, Amerikaning mushulqi kengaymichilik siyosatiga bo'lgan nafrati, noroziligi o'smadi. Shuning bilan bu bunday aytgan vaqtida Trump qo'zg'agan savdo urushlari yoki bosh masalalarning hammasi hozir bu ikkinchi o'ringa. Bu bir sal boshqaroq tema o'tganjimi? Bu bir cho'ng tema. Uni cho'ng qilmas savolga kiraylik. Choma tema shartni qilsak, savol tugmay qolmasin. Yana birisi hozir bajurishi bosh Amerika Xitoy tomon kuchib ketdi-ku, biroz ilgirimi bo'lgan bosh davlatlarda Amerikaniki urush o'tirishida bilan. Tunji Trump administrationida bo'lgan-ku. Uni ilgiri deyman. Tunji Zaten Donald Trump chiqqandan keyin birinchi qatim chiqqandan keyin shu bosh siyosatini bajurishni nima qildi? Masalan, unida ilgirki prezidentlar zamonida mushta bajurishi nimalar bo'lganmi demoqchi. Buni yaxshi bu savolni yaxshi so'radingiz. Amaliyotda McKinley bormi? McKinley degan bir prezident o'tgan, bu 1870-yillar prezident bo'lgancha shu vaqtida mush iqtisodninki nimasi Amerikaninki iqtisodiy ahvoli hozirga o'xshash bo'lib qolganlikcha shu vaqtida bu tamojna bijini qo'yib Amerikaning iqtisodini o'ngishayotgan. O'ngishayotgandan keyin hamda Trump ashu odamni bak hurmatlaydi-ku. Shuni hatto Alaskadagi o'tgan so'zlashdik, Alaskadagi Denali degan tog'ni McKinley tog'i deb aslidagi ismini qaytarib olib, uning jiq gaplarini qildi. Bu bo'lgandan keyin nimadan bo'lgan? Yani 1929-yildagi Great Depression deydi, buyuk nima? Ahmadjon nima deydi? Buyuk tushkunlik hamda iqtisodiy tushkunlik. Shu mezgilda ashla bo'lgancha vaqtida butun dunyoning iqtisodi bir gumurlagandan keyin shu vaqtdagi Hoover degan bir prezident va shu vaqtida shu narsani ishki Amerikaning ishidagi xalqlarning ish o'rnini o'rinlashtirish uchun shu National Park degan parklarni qazib, andikin shu Kaliforniya tarafdagi Hoover dam degan yo'g'on bir dam bor. Shu vaqtda damjam qilgan suv shu vaqtlarda ishlanib, Amerikaninkilarni ishlab chiqarishni ko'tarayotgan. Trump shularni azroq bir misol qilib, tarixlik misollar qilib, qaytadan shu Amerikaninki ishlab chiqarish kuchini kuchaytiraman degan gapni qilyapti. Men buningga bek qo'llayman. Chunki Amerikaninki men 40 yildan beri shuni ko'rib turdimki, Amerika o'zining shu ishlab chiqarish iqtidorini yo'qotyapti desak bo'ldi. Hozir Amerikada zavod korxona degan narsa asosan butunlay Xitoyga yutib ketdi. Abayqi bir rasmni ko'rib o'tdik, shuningda masalan kompyuter ya Amerika ijod qilgan narsa. Amerikaning butun xalqi hammasini qo'lida bir kompyuter bor vaqtda Xitoy kompyuter degan narsani amdi kirayotgan. Hozir degan kompyuterni qo'limizda hozir ishlatayotgan iPhone bo'lamdi, telefon bo'lamdi, mishadagi ekran, skrin hammasiga Xitoydan kiryapti. Ishlab chiqarish oyoqqa ketdi. Agar mushundoq ketaveradigan bo'lsa, Amerikada ishlab chiqarish yo'qaydi degan gap. Kanadadan balkim shundoq bo'ldi deb qarayman, chunki Kanadada agar Kanada mollarini Amerikaga chiqarmay, Amerikadan chiqarmay boshqa nega chiqardi u mollarni? Chunki Xitoyning mollari bilan dasishamaydi. Shu bir gap bor. Xo'sh, sizning qatag'an nimangiz bor buni haqda? Lekin vaqt nima ketmasin, qatadigan narsalar bor, lekin vaqt deb ketmaydi deyman-ku. Lekin shunga yeringiz bo'lib qolsa, to'xtag'ay olsa, qilsak bo'lmasa yangi savolga o'tamiz. Bo'ldi. Amdilqa faqat bir narsa, bu yerda Xitoy bilan bo'lgan masala bizga muhim-ku hozir ham har qanday masalalarning to'g'ri. Qayib qolib turadi Xitoy bilan bo'lgan. Umuman shu xalqaroning Amerika o'zi o'rnatgan shu tartibning, dunyo tartibiningda
iqtisod yoki baza deyli, baza. Baza erkin baza. Bazanın yoki erkin baza degan bu kapitalist jamiyatlarninki bir qimmati hamda. Qimmat qarashi. Hem muşnaq erkin bazada bir taraf yoki bir odam yoki har qanday bir taraf mush bazanınki bir tarafi mushu erkinlikka bir narsani tanmaydi. Uni tangandan keyin bu baza erkinligi bo'lmay qoladi. Hozir mening qarashimda Trumpning qilayotgani mush baza erkinligi shu buzilyotdi. Ya'ni masalan Trump hozir to'g'liq sen degandek nimani qilyotdi-ku, masalan o'zi ishlab chiqaradigan, o'zining sanoatini taraqqiy qildiradigan. Lekin Amerika o'zining sanoatini taraqqiy qildirgan bilan sotadigan yeri bo'lishi kerak. Shundaymi? Lekin u Amerika hatto Kanadadek davlatlarga bosh qo'yayotgan vaqtida Kanadadek davlatlarmi Amerikaning tarixiy ittifoqdoshi bo'lgan Kanadadek davlatlarmi qopab Amerikaning mahsulotlariga bosh qo'yayotdi, o'xshash. Shunda bo'lganda Amerikaning ishlab chiqargan mahsulotlarininki hammasi degidek Kanadada qimmat bo'lib ketadi. Kanadaliklar olmaydi uni. Birinchisi qimmat deb olmaydi, ikkinchisi Amerikaning meli deb olmaydigan bo'lyapti hozir Kanada. Hozir Kanada Amerikaning melini olmaydi. Ko'pincha Kanadaliklar Amerikaning melini malninki qarab, zodi Amerikaning emasmi yo Kanadaning men mushni jazmlashtirgandan keyin elyapti Kanadaliklar malni. Shunda bo'lgan vaqtda Amerika melini nega sotadi endi? Sotadigan yeri bo'lmaydi. Ashuna bojlarni qo'yib bersa. Buningdan kim foyda oladi u chaqda? Xitoy foyda oladi. Xitoymi baza erkinligiga kirganlar uzun bo'ldi. Mushu Amerikaning mushu tartibidan foydalandi, uning ustiga Xitoymi mushu dunyo tartibidan foydalanib, mushu baza erkinligi nimasiga kirib, shuning bilan Xitoy o'zining ishlab chiqargan mollarini sotyotdi. Nihoyat azon Amerikanikidan azon. Albatta boshqa davlatlar bo'lib Yevropani, Shimoliy Amerikani ko'zdan saqit qilsak, qolgan qit'alarning hammasi Xitoyning melini oladi cho'qim. Chunki bozor shundaqda. Shunga Amerikaningki Trumpning bu Amerikaning milliy nimasini, sanoatini taraqqiy qildiraman, mahsulotlarini Amerika o'zi ishlab chiqardi va o'zi sotadi, o'zi foyda oldi degan gapimi meningcha bozor erkin bazaga mos kelmaydi deb o'ylayman. Asma yangi savolga o'taylik. Amerika prezidenti Donald Trump dunyodagi nurg'un davlatlarga bosh qo'yish planini o'ttirib qo'ydi. Bu savdo urushining dunyo xarakterli kengayishimi? Bu savdo urushining hozirgi va kelajakda dunyo bozoriga yoki taraqqiy qilayotgan davlatlarga qanday ta'sir paydo qildi? Savol aniq-ku. Aytgan to'g'rilikning birinchi qismini so'zlab bo'ldi hamda. Shu men shu davlatman bu buning javoblari asosan berilib bo'ldi deyman. Ya'ni o'shadagi bu so'zlashki hozirgi kelajakda dunyoning qanday ta'sir qiladi, shunday taraqqiy qilayotgan davlatga qanday ta'sir bo'ladi? Mening qarshimda bir muhim narsa bor. Biroz burun men so'zlab o'tgandek, buningdan birdan-bir yuz beradigan masala Amerika o'zininki dunyo tartibini ziyon tortadi. Ovozing biroz bo'sh, Ahmadjonning ovozi. Ham hozircha anglatamdi? Anlatamda. Bek bo'sh anglatdi. O'zininki o'zi tiklagan dunyo tartibini o'zi ziyon tortadi. Meningcha buningdan boshqasi yo'q deb o'ylayman. Abdulimninki savoliga nisbatan. Sizning boshqa fikringiz bormi buningga? Ya mening hamda buning deydiganimki shu xaritani yana qaraydigan bo'lsak-chi, shu Xitoyninki bozori bor-ku, hozir degan shu darajaga yetib bo'ldi dedi-ku. Buningdan agar yana kengayishga boshlaydigan bo'lsa, bu g'arb dunyosi bardoshlik bermaydigan ahvolga tushib qoldigan. Shuning uchun men hozir
bir tadbirni qo'llash kerakda. Men bu aniq dalamayman, 100% u Trumpning qilayotgani to'g'ri degan gap dalamayman. Lekin hozir Trump shuni hamda abay degandek McKinleyni, Hoover degan burunqilimlarni do'rab, shu iqtisodning yo'nalishi o'zgartirish uchun ma tadbirni qo'llayotdi-ku. Demak, Xitoyga asosan davatqini nima deganda, sening azan mollaringni xalqlarga taqtadigan, erkin ozoda taqtadigan davr o'tib ketdi degan sabab bilan bisimni ishlatyapti. Endi bu yerda Amerika tashqi ishlar ministri Mark Rubio, o da shu NATO'niki bosh kotibi Rute'lar kurashgan vaqtidami shu yer bergan bayonotimi bor hamda hozir hamda dunyoda Xitoy dunyo bir xiris sulayotdi, dunyoni Xitoyning kontrolini tashlab bermaymiz deb. Hozir qanchamiz o'tyapti hamda navoda mushtama qilib qolsa Amerika dunyodagi o'ziniki sistemasini ayirib qolish mumkin deb. Hozir shu narsa o'tirib chiqmagan bo'lgan bo'lsa, balki Amerika Xitoy o'tirishga bu kurashda bu qadar keskinlashib ketmagan bo'ladi-da. Asosli shu bu dunyoda bo'ladigan savdo urushlaridagi eng oxirgi parda qisqa narsa nimasi? Shu dunyoniki sistemasini Xitoy man qilaman degilek, Amerika burun sistemasini man qilmaydi. Shuni kelib chiqyotadi bu narsa hozir shunday bo'lganda. Siyosiy nuqtadan, iqtisodiy nuqtadan, lekin siyosatdan oldin ma'lum ya'ni iqtisod. Lekin qarata bular turiblar kim foyda bakra ketib qolsa, hele degan gapni hele yenivadigan ishlarni ko'ryapmiz hamda mushta mangsa, masalan hozir ham ishkanlar masalan Amerikadagi xalqlar bunun qanda siyosatchilari Donald Trump tanqidlaydigan Demokratlar partiyasining odamlarining buni olgan ko'z qarash nimalari qandoq? Hamda ikki bo'limlik bu yerda hozircha hech kim qaysi taraf ustunlikni egallaydi? Albatta, hozir huquq tutayotgan Cumhuriyet Partiyasi ustunlikni egallaydi-ku. Lekin uningki bu endi Amerikaning siyosiy qanday ta'sir ko'rsatadi deganda shu kelajili var, kelajilgacha bir yil ichida bilib bo'lmaymiz. Agar kelajili Amerikada bir umumiy saylanba, bu hozirgi hokimiyat, hozirgi shu Trump hukumati ishini qanday qilyotdi degancha Amerika xalqi yana bir demokratik huquq bo'lgandan keyin ular ishni bağlaydi. Qanday bağlaydi deganda shu Amerikaning 50 necha shtatninki saylanlarni ayrimi o'tkazib, ayada Cumhuriyet ikki nimadiki var ama ikki palatadagi demokratik partiyalarning a'zolarining sonini ko'paytirib bitadigan bo'lsa, u vaqtda Trump hech nima qilmaydi. Garchi u 4 yil o'tdasim. Shuning uchun uni Trump hukumati nəhayət obdan bildi. Shuning uchun ashning oldini olish uchun cho'ng tadbirlarni mencha hozir ilib beryapti deganlik. Abayqaliqqa Trump hamda sal qiziqqonlik qilib, u yerda bir tutash hamma davlatlar bir tutash bajarolma degan qarorni chiqargandan keyin yendiki yaqin maslahatchilar yandikin Amerikada cho'ng iqtisodshunoslar nim qilib qildan bek qizib ketmisin degandek gaplarni qilgandan Trump nimasini o'zgartdi hamda buni haqlar albatta madam bir kun bir o'zgargan deydi, lekin u bir o'zimi bir cho'ng sodiga hukumatni qo'lida tutayotgan bir prezident bo'lgandiki albatta shular qarimisin bo'lmaydi. Endi abay deganda saylamning nimasi qarimisin bo'lmaydi. Jiq narsalar bor-ku. Shu bu bir cho'ng savol amaliyotda-ku, bu bir nihoyat bir cho'ng savol. Shu hozir endi hech kim bilmaydi. Men jiq iqtisodshunoslarning nimalarini anlab, hammasining davatqini nima deganda hozir hech nima dalamaymiz hozirgi ma'nimda. Chunki stock marketni qarab boqaylar. Kuni bir kunda shoq o'sib shu 2008 yildan tortib hozirgacha bo'lgan eng yuqori paychekning nimasi o'rildi. Lekin atsa yana bir Xi Jinping o'tirib qo'yib, men 125% bojni ko'tarma degandek u shoqqa tushishga boshladi. Ham tushib bir kelganda kim biladi? Trump hukumati yana bir tuyuqsiz bir yangi bir tadbirni qilgandek yana ko'tarilib ketamdi. Uni shuni qotdi. Endi hozir Cumhuriyet Partiyaning eng ansirayotganichu mush Xitoyning abay qilgan nimani ko'rsataylik, mollari bor-ku, yuqori 3-chi betdagi chiqarish. Ashadagi ashi mollarning
to'xtalib kelishida. Gerçi az so'mmi bak yuqurmagan bilan chu qaranglar. Ma so'mmi yuqurga 440 milyard dollar degan ashmallarni qarab beqinglar. Ashmallar agar Xitoydan kirmaydigan bo'lsa, Amerikada ishlab chiqarish to'g'ri keldi. Lekin Amerikadagi o'tirish hisob bo'lgan chaqcha Amerika ishchilarininki mustaq nim qilsa maaşı degan 35 dollar tarafı saatiga. Xitoyning hozir 12 dollar ki. O tarafda ular bilan Muşu xalq hamda ko'taralsa bo'ldi. Masalan, men chiqib hozir chiqib bir mashina olmay deydigan bo'lsam 20 ming dollar keladigan mashina agar 40 ming sotib olsa deydigan bo'lsa vaqtida albatta har qanday odam vaqtida qarshi qila oladi. Endi bu yerda bir narsani qistirib qo'yay deganda, bu yerda Trumpning ojiz tarafi nima deganda-chu, Trumpning diktator huquqi yo'q. Xi Jinpingning diktator huquqi var. O deginni qila oladi. Uningga hech kim qarshi qilmaydi. Shaqqida bir o'qituvchini chiqaradigan bo'lsa, xuddi butun shu 1 milliard 400 million xalqining hammasi qo'llaydigandek zallar yig'in ochsa, birsi o'rniqib yo'q demaydi-ku. Ashtaq diktatorlik huquqi var-da, anında o deginni qila oladi. Lekin Trump hech qanday ishni o'zining digini o'ychi qila olmaydi. Masalan, shu bosh o'stirishmi shunday bo'ldi-ku. Asli o'zi qo'yib bergan bo'lsa, balkim aytidan boshlab hammasiga shu boshni olma dedi. Lekin uni o'zgartirishga boshladi. Shunami? Demak, demokratik davlatninki hamda bu ham demokratik davlatninki nachar tarafi demayman. Mening demoqchi bo'lganim Trump agar Xi Jinping bilan selishtirgancha, Xi Jinping hojatda uning nima ustunlikni egallaydi demoqchiman. Hoş, endi sizniki bunga boshqa fikringiz bormi yo bo'lmasa yangi savolga o'tamdik yoki yana bir savoldan birini o'ttirib qo'yaman. Bir narsani qistirib o'tib ketay, andan keyin boshqa kelgan savollarga foydali bo'lishi mumkin yoki o'tib ketmasa unutib qolmayli deyman. Sizning birinchi savolingizdagi yoki ikkinchi savolingizdagi bu iqtisodiy urushmi, siyosiy urushmi degan savolingizga davomi qilib turib, ham shu to'g'liq abay so'zlagan, shu tushuntirgan narsaga qarab, shuni bir aniqlasak deyman. Aniqlasak degani men ko'ramanlarga sizlarga aniqlab berganim emas, lekin reallikdan qarab bir shuning realligini bir ko'rsak. Masalan, mening nazarimda, shaxsan mening nazarimda bu Trumpning qilayotgani hozir ideologiya urushidek qiladi. Siyosiy urushma emas, iqtisodiy urushma emas, bir ideologiya urushi. Agar shunday, chunki nima deb bunda deyman desa, shu savdo urushi yoki shu boj masalasida Trumpning o'zim bilmayotdi nima qilayotganligini. O'zim bilmayotdi. Uning natijalarini mo'ljallayolmayotdi. Shunga o'zgarib turyotdi. Bu siyosati, Trump'ninki, baş siyosati o'zgarib turyapti. Buning o'zgarishi nimadan darak beradi desa, Trump'ninki qilayotgan ideologiyalik urushi yomon natijalarni beryapti boshda. Shunga Trump yig'ib turyapti, bilmay turyapti. Uning Trump'ning atrofidagilarimi uningga to'liq degandek eshib ketmay deydigan yer kelib qolyapti. Shunga agar bu shu onun ustiga men eslatgandek dunyoning tartibi buzilyotdi. Amerika o'zining tartibini buzilyotdi. Shunda bu vaqtda ikki tarafdan, iqtisodiy va siyosiy tarafdan Trumpning qilayotgani yaxshi unum bermayotdi, yaxshi natija bermayotdi. Shunga Trumpning bu ideologiyalik urushi iqtisodga, Amerikaning iqtisodiga, Amerikaning siyosatiga, dunyo siyosatiga, Amerikaning dunyo bo'lgan iqtisodiga ko'p tangli ta'sir qilyotdi. Shunga mushu ideologiya urushi, Trumpning ideologiyasi, mushunda masalaga qarasak, u chog'da Trumpning nurg'un taraflarini, harakatlarini tushuna olamiz. Masalan, Trump faqat mushu boj masalasini o'zi saylamda o'tib chiqish uchun Amerikalarga bergan va'dasining biri. Shuni buni qilish kerak. Hech bo'lmasa o'zining saylovchilarining oldida bo'lsa-mu qilib qo'yish kerak. Lekin ham qilyotdi, yana ham Trumpning o'zim ishonmayotdi. O'zim ishonmayotdi. Endi bir şey demandaq bastanga
darhol Xitoyga zaten majbursan bosh qo'yman deb 2 kundan amallashtiriyotir hamda. Lekin boshqa dunyo nurg'un davlatlarga qo'ygan yangi nimalarni 90 kun, ya'ni 3 oy kechiktirdi hamda. Bu 90 kechiktirish o'tirsa bir nima bormi demasdan Xitoylar qattiqlikqa anglashmay qolib qolsa hamda Xitoy boshqa davlatlar bilan birlashib ketib Amerikaga qarshi turganda bir nimalar bormi? Masalan, bir 2 kundan oldinmi Xitoyniki bosh ministri Yevropa parlamentniki Yevropa ittifoqiniki bosh nimasiga telefon qilib bularga iqtisod nimasi kelish to'g'risida bir nima qilib qo'ydi, bular rad qilyapti-da hamda. Bular rad qilib o'tishda endi boshqa nurg'unliga ham davlatlar bor, ular Xitoylar bilan bu o'zaro savdo e'tibor qildirish orqali Amerika cheklab qo'ygan manda bir alomatlar bilan shuni qarab so'rabman 90 kun kechiktirib boshqa davlatlarning ahvollarini kuzatib imkoniyatga yerim bormi? Bunun mening javobim endi siz degandek Avstraliya rad qildi, shundaymi? Xitoyninki shu Xitoy hatto adam avatib biz birlikda shu Trumpninki tamojna bejiga qarshi birlikda harakat qilsak deb Avstraliyadagi beribdi, Avstraliya yo'q debdi. Lekin Hindiston bilan aloqalashdi. Hindiston bilan aloqalashgandan keyin Hindistonmi shundaroq javobni beribdi. U Xitoyning mollarini ma'lum darajada cheklaymiz degandekchi, uning misolini qilibdi. Endi Amerika shu to'g'riliq ishlayapti. Amerika shu yerlar Hindistonning Modi bilan akini ko'rishdi, Modi bilan ko'rishgandimi shu gaplarni o'zlari deyishgan, nimalarni inchki nimalarni deyishni o'qimaymiz-da. Hamda agar shu Hindiston masalasi-chu Xitoyning nimalarga qaraganda bu cho'ng muhim rol o'ynaydi. Chunki Hindistonning nüfusi degan dunyoning birinchi o'rinda. Hindiston emgakchilarining kuchi, men deb o'tdim-ku, Xitoyning emgakchilarining kuchi hozir $12 atrofidagi. Teqa 15 yildan burun bag'o $3 dekdi. O'sib ketdi, lekin Hindistonninki nima xizmat qimmati xeyli ko'p azan. Tayland tarafining shu, Janubiy Osiyodagi nurg'un davlatlarning shu. Amerika agar shu yerda diplomatik munosabatni yaxshi qila olib, shu davlatlarni Hindiston, Avstraliya, Tayland degan davlat hozir nim qiyapti. Endi keyin Indoneziya va mush qatorliq davlatlarni abay 90 kun ichida keltirib deb qo'yapman, Uyg'urcha shunday deymiz. Keltirib oladigan bo'lsa, Xitoyga yomon cho'ng zarb berdi. Vaqtda yomon cho'ng zarb beradi. Chunki Amerika vaqtida Amerikadagi $35 to'lab ishlatilgan xizmatchilarning o'rnini oyoqlardan topoladi. Lekin Xitoyga zarb bergan bo'ldi. Materiallar bor. Shu hozir hamda menki shu mening da kuzatishimda o'qigan materialimcha hozir Amerika nihoyatda jiddiy harakatchi bu 90 kun ichida, chunki hozir Trump hukumatida cho'ng iqtisodshunaslar bor. Bu iqtisodshunaslar o'zlarining shu nimani bergan va'dalarini amalga oshirish uchun Trumpning oldidagi ishonchligini tiklash uchun ular qattiq g'ayrat qilib cheppiyotdi. Masalan, Ukraina urushi degandeklar bir yoqdan mingyotdi. Nurg'un ishlar bo'lyapti hozir, ularni bu yerda surishtirmaymiz. Mening javobim shu bunga. Davası sizniki bo'lmasa yangi savol o'chaymiz. Uchinchi savolim Xitoyniki bir balvoq bir yo'q plani Trampniki Xitoy qarshi boy siyosatiga bağlangan bir taraftar bormi demoqchi-da. Endi bu Xitoyning Ahmadjon sen javob bera buni. Men aqlim bering. Mening nazarimda hech qanday munosabati yo'q. Bu munosabatni biz ko'rib olamiz endi Uyg'urlar. Chunki bizmo shu Trumpga o'xshash yoki Cumhuriyetçiler Partiyasiga o'xshash bizmo ideologiya jihatdan qaraymiz masalalarga. Hargiz masalaning realligiga qaramaymiz. Nima bo'layotganligiga qaramaymiz. Amerikaninki alaylik Kanada bilan bo'lgan munosabatida, shu bosh munosabatida agar Kanada Amerikaning mollarini sotib olmay, Kanadaliklar, butun Kanadaliklar hozir men so'zlab o'tdim, xilijiq Kanadaliklar olmaydigan bo'ldi deb.
almaydigan bulup Amerika'nın malını. Boptu Kanada mı Amerika'ya mal satanmaydigan bolsun. Kanada özününki iqtisadını saqlab qilish, taraqqiy qildirish, qo'g'dash uchun agar Kanada Xitoy bilan savdo qilishchi. Masalan, Xitoy bilan savdo qilishib, tutishib, Kanada bilan Xitoy bir-birisining mollarini elishib, ishlab chiqargan mollarini elishib, mushunaq shaklda qilsa, u chog'da Trump to'siy olamdi buni. To'siy olmaydi. Hozir gapimiz bo'lib yotib qoldim. Timini chetdan bitib qolib qoldi. Hozir men bo'layotgan narsa, mush Xitoyniki bir yo'l qurilishi. Shunda o'tama. Men shunda o'tama. Yani mening bunaq deganim, mushu masalalarning hammani Kanada emas, Yevropa, butun dunyodagi mushu masalalarni Amerikaniki iqtisodshunoslari bilmamdi. Biladi. Amerikaniki mutaxassislari masalan, hammasi buni obdan biladi. Lekin bu yerdagi masala nima desa, bunun bilan Trump'ni to'siyolmayotdi. Nima uchun to'siyolmayotdi desak, men eslatgandek bu ideologiya masalasi. Yani Amerikanınki, şu Cumhuriyetçiler Partisininki ideologiyasi bilan mos keladigan bir xil millatchilik harakati bu. Shunga bu Amerikanınki ideologiyasi bilan munosabatlik hargizmi Xitoyning nupuzi, Xitoyning kengaymichiligi ve Xitoyninki masalan dunyoda Amerika bilan o'rin talashishi masalasi emas. Bu faqat ideologiya masalasi. Misol olsak masalan Erdogan masalan bankining Türkiye Merkez Bankası'nınki ösümini davamlıq tövelletip kelishga da çıngtudi. Şuna nurgun qatim şu Türkiye Merkezi Bankası'nınki başlığını mı ne çıkıtım elivetti çünkü Türkiye Merkezi Bankası'nın başlığı Erdoğan'a diyelidi. Bunda şaraitta biz bu bankininki Merkez Bankası üsümünü tövellesek bulmaydı. Pul pahalılık kep çıkıdı, nurgun meselelerge duş gelimiz. Üsümünü östürüş gerek. Üsümünü östege vaxtıda ananikin bazadaki nakpul aylanmasını kontrol qila alaymiz. Şuna bunda qısaq bulmaydı degende Erdoğan onu elevetip anaki yenidən özününki qarşı bilen qaydıgan, özünün ideologiyasideki bir adamni akilip Türkiye Merkez Bankası'na başlık kıldı. Bu nimeden derek verilse Erdoğan'ınki qandaqto iqtisodni tushundigan, bozorni tushundigan bir mutaxassis bilan o'xshaydigan ish emas. Albatta mutaxassis hatta Türkiye Merkezi Bankası'nınki başlığı Erdoğan'dan 100 yaxshi biladi bu masalalarni. Lekin Erdoğan nima uchun shuni tushuntirdi degan vaqtda bu faqat ideologiya masalasi. Yani Erdoğan mushu vaqtgacha Turkiyadagi musulmon xalqininki ideologiyasini bozorga silib turib, davomli saylamlarda tutib kelayotgan bir odam. Şuna mushuni saqlab qolish kerak. Chunki buni Erdoğan o'zining xalqiga, saylovchilarga bu riba, yani Uyg'ursundaymiz ribani. Bu jazonixo'rlik. Yani bankininki üsümünün yuqorilishi jazonixo'rlik qo'yadi. Bu bizning islom dinimizda cheklangan narsa. Shunga buni qilmasligimiz kerak degan mushundaq bir ideologiya bilan ketib qolgan. Shunga mushunga o'xshaydi Trumpning qilayotgani. Bu bir ideologiyalik masala. Hergiz bu iqtisodiy, siyosiy masala emas. Shunda bo'lgan ekan, Amerikaning o'ylayotgani Xitoy emas. Xitoyni to'sish emas, Xitoyning bir yo'l qurilishini, masalan, planini yo'q chiqarish, barbod qilish emas. Agar undaq niyatlari bo'lsa, hozirgidek boj urishidek mundaq urishini keltirib chiqarmaydi Amerika. Chunki bu Ahmadjonning ko'z qarashi hamda bo'layotgan bir ko'z qarash, lekin men buni qo'shilmayman. Nima uchun deganda bir balvoq bir yo'l degan u narsa yo'qlib bo'ldi. U yo'q hozir. Uni
asosan shu o'tganki shu birinchi qitim Trump administrationdan boshlagan, keyin Biden administration shuni davomlashtirib keldi. Bu bir balvoq bir yo'l degan o'tganda kim birsi bir yarim soatdek bir nima leksiya berdi deyman shu to'g'ri. U mag'lub bo'lib bo'lgan bir siyosat. Uni Xitoymi e'tirof qildi. Shuning uchun Xitoyning hozir tutayotgan yo'li nimasini eksport emas, o'zining ichida mallarni o'zining ichida setish taraf qarab kelyapti. Endi bu bir balvoq bir yo'l nimasi yana bor degandimi? Hozir mau Janubiy Amerikada bo'layotgan ishlar orqali o'may suslashdi. Andikin Janubiy Osiyodagi davlatlarmi, Avstraliya va kaza davlatlarmi hozir degan Xitoyga nim qoldi. Qani Italiya qo'ymayman. Italiya birinchi bo'lib chiqayotganda, shuning orqaga egishibli 10 davlatdan shu uningdan chekinishga boshladi. Andikin Afrikadagi nurg'un davlatlar, nim deymiz, sening pulingni men to'lamayman qo'taza deb turib oldi. Uni hech nim qilmadi. Yasab bergan cho'ng qurilishlarni bo'ldi siz shu deb shu Janubiy shu Afrikadagi bir qancha davlatlar shu pulingni bermayman deb nim qilganti, uning Xitoy nurg'un ziyonlarni tortdi. Endi meyada maqitimqa savdo urushiningki endi albatta men bu iniq bir nim dalamayman, 100% bir nim dalamayman. Maqitim savdo urushi borku, agar Trumpning bosh nimasi agar tutib chiqilgan bo'lsa, u vaqtda Xitoyning dunyodagi hozirgi ta'sirini asosan ajizlashtirib o'tadi, hatto yo'qotib o'tishi ehtimoli bor. Chunki bu hozir mundaq bir muhim narsa bor-ku. Shu Xitoylar agar ashinchilik mollarini Amerikaga chiqaramaydigan bo'lsa, sotamaydigan bo'lsa, masalan, President Trump agar mushu jidal majron bir yakil bo'ldi, sening milingni bir tal milingni olmayman. Unda deyishning o'rni unda deyishning nimasi nihoyatda osonligi bo'ldi. Men seninkini 200%, 300% ko'tarib degandek Xitoyning mollarini hech qaysi olmaydigan bo'ldi. Chunki vaqtida Xitoyning mollarini chiqaramagandan Xitoy xalqiga bo'lgan nimasi degan ziyon texmi nim qildi. Lekin Xi Jinpingning da'vatini hozir kuni shunda deb turga yoshlarga yig'ib ashar nim deb tur deganda biz degan jafo tortishni o'rgangan haqlar. Chunki men o'z vaqtida Zejoyida xabaringlar bor-ku, Zejoyi bo'lganda men mana ishlarni ishlagan ishlarni shuni o'rganishinglar kerak deb Mavzudning o'z vaqtidagi 60-yillik ocharchilik davridagi shu jasoratliklarni qaytadan tiklaydigan gaplarni qilyapti. Demak, biz ishni taqalaymiz. Amerika ishini taqaydigan bo'lsa, u o'rlib tushdi, biz ishini taqab biz chidab ketaveramiz degan mundaq narsalarni mundaq safsatadan setyapti-da. Shu eqiyotdi. Chunki uning diktatorlugiga qo'rqib qolganligi. Hamda albatta uni Xitoy xalqi shu o'z vaqtidagi shu jafolarni chidaydigan holatdimi, uningga bir cho'ng savol belgisi bor-ku. Chunki u vaqtdagi xalqlar dunyoni ko'migan. Hozirgi Xitoy xalqi degan ishiga ichilib ketdi, biladi. Amerikaning ahvoli qanday, Yevropaning ahvoli qanday, turmush saviyasi qanday, hammani biladi. U bir xil kommunist ideologiya degan Xitoydimi sushib bo'ldi. Hozirgi Xitoydimi kapitalizm ideologiya, faqat nima deganda kommunizm ko'p ortishib ketgan. Endeymiz buni qanday deymiz? Siyosiy bir atalg'lar, mixture of two, mix ortishib ketgan bir xil yeni ideologiyada yashayapti. Ular Abjash. Endi men o'zim nimaga qatnashganchu, endi Ahmadjon sen qatnashgan Zejoyi degan narsaga borganman-chu. Shu vaqtlar u haqiqatan bir jafoliq, shu maktabda o'qiyotgan o'quvchilarni, o'ttir maktab o'qigan o'quvchilarni o'shaga berib 3-4 yil itiz ishlatdik. Shaharda cho'ng'allar itiz ishlab o'zimizni nimasini qilib bu Xi Jinpingni da'vat qilib shu jafolarni qaytin tassangmi biz Amerika bilan taqobil turamiz degan mundaq bir joyillik ideologiyani taqib hozir. Nasıl yani bir savol hamda bu savdo ishi hozir hamda shu minglar qap qolsa mana shu Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio'mi Uyg'urlarni tilga olib kelyapti.
Tayland. Üçüylisi menip tur, qaysi üçüylisi deysiz? Amerika Xitoy o'tirsaki bu so'dirishi bu nima bajnimiz kuchib minib bersa mushbat hozirda yani bugungi nima qirg'an vaqtida yana yana yangi bir nimalarni o'ttirib qo'ygandan gapi bor Donald Trump. Ko'rdikda Facebook'larda. Yani mushta kuchib minib qolib qolsa bu masala hamda Amerika Xitoy haqiqiy bir kuchib ketib qolsa bizning Sharq Turkistonligimi bizga foydali bir nima shakllanib qolish ehtimolligi bormi yo'qmi? Buni o'tirib qo'yish narsa, masalan, mushtasi chiqqandan keyin men shu sunniy aqldan bir narsani nima qilib boqamanchi izlab. Ana yangi xabar chiqib qolsa, ashuni kirgiziblar Uyg'urlar haqida deb Sharq Turkistonda so'rasam, bu analizda o'tirib qo'ydi-ku bu narsalarnikini. Shuni ham sizlarning bundan ko'z qarashini aytib qo'yay deyapman-da. Har qanday programmada beamallik qilib o'zimizning qaytish orqali o'zimizga bir bog'lab boqiladi dunyoning siyosatlarini deb. Mening qarshimda ben suhbatning beshida deb keldim. Yani biz shunda qarab oldik masalaga. Masalan, bu xuddi Trumpning qilayotganlarning hammasining asosli maqsadi Xitoydek. Shuna qarab oldik. Amaliyot undaq emas. Masala undaq emas. Shundaq ekan, buni anondan keyin bo'lmagan bir masalani akilib, Sharq Turkistonning masalasiga bizningki imkoniyatlarimizga, umidlarimizga bog'lab nim qilsak, yine biz real bo'lmay qolamiz deb o'ylayman. Misal real bo'lmaydi deb o'ylayman. Lekin agar shundaq deb tursaqmi, masalan Amerika hozir Trumpning qilayotgani faqat nishon Xitoydan boshqasi emas deb turib desakmi, amaliyot u undaq emas. Chunki u undaq bo'lgan bo'lsa, Amerika o'zining ittifoqdoshlarini Xitoyga qarshi texmbak o'zining yeniga tatgan bo'ladi. Amaliyotda Amerika undaq qilmadi. Bütün ittifoqdoshlaridan taxminan ishonchisini yo'qotib qo'ydi. Lekin shunda deb turayli. Amerika Xitoyni ko'zlayotdi, u deb turayli. Tug'liq abay so'zlab o'tdi. Agar mushlar ahvol ostida Xitoy haqiqatan uzun vaqt putirab tura oladi. Xitoyningki mush diktatorlik sistemasi tuzumi yine qaytash Zayjoyi vaqtiga o'xshash bosimi Xitoy Kommunist Partiyasininki hukmronligi, kontrolligi Xitoy jamiyatiga bo'lgan kontrolligi ideologiya jihatdan bo'lsin va boshqa deymiz siyosiy demayman, boshqa masalanlikqa xavfsizlik taraflaridan bo'lsin yoki o'zlariniki armiyasi, soqchilari va shundaqla o'zlariniki organ muassasalari bo'lsin, hammasi hozir Xitoy Kommunist Partiyasininki nimasidan chiqolmaydi. Qanday shaklda Xi Jinping kontrol qilib bo'ldi Xitoy davlatini. Har tarafdan kontrol qilib bo'ldi. Bundaq ahvol ostida Xitoy uzun mezgil putirab tura oladi, chidiy oladi, o'zini tutib tura oladi, lekin Amerika unda qilmaydi. Xitoyda qilmaydi. Bak oz vaqtda hatto Trump ikkinchi qatimliq saylamda tutib chiqolmamdi degan masala kelib chiqdi. Shunda bo'lganda birinchi Sharq Turkiston masalasi deganni bu yerga qatsak ham xiyol bo'lib qoldi. Ikkinchidan bu savdo urushi Xitoy davlatini vayron qilolmaydi. Xitoyning Kommunist Partiyasidan iborat, hukmronligidan iborat bir siyosiy tuzumini yo'qotib ketsa. Lekin Xitoy davlatini yo'qotmaydi. Xitoyning Trumpning ideologiyasiga o'xshash ideologlar taraflari kasimi, biz hozir atayotgan demokratik taraflari kasimi Xitoyning har qanday siyosiy guruhi Xitoyningki hozirgi siyosiy hokimiyatni qo'lga olgan taqdirdami, yine ularning Sharq Turkiston mustamlikchilik siyosati o'zgarmaydi. Hargiz o'zgarmaydi. Bunda ahvol ostida yine bizniki milliy manfaatimiz bir ta'sirga uchramdi bu harakatning. Menimcha bu ta'sirni men ko'rmayman. Xo'sh, sizniki boshqa demangiz ham bunga to'liqqa? Men ham da Ahmadjon Osmonning bu fikriga qo'shilaman. Hozir vaqt emas-ku, u to'g'riliq bor. U bir. Lekin birisi
Hozirgi mana bu savdo urushining kim tutib chiqadiganligi haqida hozir mencha hech qanday qaror chiqaradigan vaqtim emas. Ya'ni mencha shu 90 kundan keyin ko'rib boqaylik. 90 kundan keyin qani agar Xudoyim buyursa, yana mush 3 yildan bir chiqib, shu vaqtida undan keyin bir nim dalalaymiz-ku. Hamda Sharq Turkiston masalasi kelganda bu biz yanılı burunqidek ham xiyol bilan yashaydigan vaqt o'tib ketdi. U Amerika bo'lamdi, yana birisi bo'lamdi, bizni ozod qilgan. U Mahmatjon balkim shunda bu ozod qilib berdi deb ham xiyol surib o'tirishning-ku nimasi hammi deysiz. Ozod qilib bilishniga men ishonmayman va nurg'un uyg'urlarni ishonmayman. Ozod qilib berganlar biz hozir özümüz bu hem de elbette başka topik bu özümüzün acizlik tarafidir. Biz mesela aşağı küçük bir devletlerden siliştirip baksak ular anca dünyada bir nimeler çıkaralaydı. Lakin bizning teşkilatlar kirişip teşkilatlarning qilayotgan işi hazır kadar. Hele bir to'xta abay siz o'tirib qo'ygandek bir mustaqillikni talab qilib baqaylik-ku degandek sürgündemi hükümetten başka hiç qanday tashkilot qilib bunday gaplarni qilib boqmadi. Yanıla qaraydigan bo'lsak, yanıla biz bir qismi deydigan gaplarni deyotdi. Undaq ahvolda bizga hech qanday bu to'g'riliq paranishning nimasi yo'q degan gap. Bu hamda mening yana bir azroq tayyorlik qo'ygan narsam bor, shuni deymi ya bugun vaqt. Ben tüyteylik yani bir sual var. Ana kelib qarab baqildi. Bu to'g'ri shunchalik to'xtayman. Ahmadjon bilan fikrimiz WhatsApp gruplarida yaman bir nimalar kesibdi. Shuning munosabatlik shu WhatsApp grupimizda Uyg'urlar jiq munozaralar qilishdi. Uni deb buni deb deganda shu yerda bo'lgan bir qiziq nuqtadan birini o'tirib tashlaydi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy o'quvchilarining vizasini amaldan qoldirmoqchi bo'lyapti. Hatto Shi Jinpingning qizini qaytardi ekan degan gaplar o'tirib chiqyapti. Bu vaqt sizlarning fikringiz qanday? Yani WhatsApp gruplarında menmo jiq yo'q, hani ba'zi o'zlarining programmani taqdiman deb qatliq qo'ydim-da, hani ba'zi gaplarni anglab qolsam, umumyuzlik o'to'g'rilik qarorni nimadan Florida shtatiningki bir nima palata a'zosi o'tirib qo'ydi. Uni hamda san'atdan nimadan tasdiqlagandan keyin shu qo'g'laydi, u bo'layotgan gap. Hamda meyada shu o'tganda bir suhbatlashdik-ku, yangidan saylangan kabinet a'zolarining ichidagi mutlaq ko'p qismi shu Xitoy qarshi xalq deydi-ku, burkutlarda bular hozirgacha shu gaplarni deyotdi. Masalan, Marko Rubioning bu tarafdagi ko'z qarashlari shundoq ochiq. Qolgan Scott deymiz, Avu andiki Kashpatal deganlar chiqdi. Bularning hammasi Xitoyning ayta shu qattiq shu bu tarafda bo'shagan yer yo'q. Gerçi Trump o'z ancha-muncha chiqib, u og'inamdi. Uning gapini o'tkazalayma deb ashta gaplarni deb yurgan bilan nimasi boshqada hamda yurgizayotgan siyosati boshqa. Shu hozir ham Xitoyni ayirib qo'yib butun dunyoda boshqa davlatlarni bir deb qarab, mana Xitoyni ayrim nim qilyapti. Jazolashga mencha jazolashga kirishdi endi. Bu jihatda gap yo'q. Chunki jazolamasa Xitoyni jazolamaydigan Xitoy dunyoni yeb ketadi. Abay sanni yana bir deb ketay. Agar dünyanın bütün mallarının 50%'ni egallaydigan bo'lsa, boshqa dunyoning boshqa hammasi qolgan 50% nimishni qildi? Xitoy kontrol qildi. Bozorning hamma hozir mana Xitoyning bijini o'stirma desa, mushunchalik Amerikaning ishchisi shunchalik qarashlik qilyapti. Kanadaga 25% bosh qo'yimiz desa, mana mushtaq nimalar chiqyapti. Grenlandiya degan o'z vaqtida biz o'tgan bir paranglashganda shu vaqtida biz Amerika qo'shilimiz deganlar namoyish qilgan-ku shu Grenlandiyaning. Hozir ularni o'zgaryapti. Yevropaning ahvoli, hozirgi ahvoli ma'lum. Hamda u mencha bir 90 kun qarab baqaydi. 90 kun qachon bo'ldi? Shu vaqtda bir gap bo'ldi deymancha. Mencha Sen bulamda? Sizdan xo'sh. Men bunda so'rayman. Bunda bir savol so'ray. Masalan, hozir Trump'ninki mush chet elliklarga, ya'ni Amerikalikdan boshqa
millatlarga, xalqlarga qilayotgani faqat Xitoylar qilyapamda Amerikada. Masalan, Xitoyning o'quvchilarini qo'g'layapamda, Xitoyning ko'chmanlarini yoki Xitoyning qonunsiz ko'chmanlarini yoki Xitoy shuni qilyapamda. Ya bu Trump qilayotgan bir doiraning sistemining ichidagi bir parcha. Bu savolma bo'ldi, men bunga javob beray. Xitoylar emas. Boshqa davlatlarning men savol emas, men so'rab javob beryapman. Ha, mayli. Ya'ni bunda emas demoqchiman hamda. Bunda emas. Bu faqat bizningki qarab olganligimiz. Uyg'urlarningki umid biz kichik bir nimadan umid izlaymiz-ku hamda. Albatta bu bizning psixikamiz, xarakterimiz hamda, chunki biz shunaqa holda hozir. Şu kichik narsalardan umid izlaymiz. Şu mush harakatga qarablam, voy to'xtabdi, bu Trump mundaq qilyotdi, Xitoy o'quvchilari mundaq qilyotdi deb mundaq tushuntiramiz. Amaliyotda bu bir yurish qilinayotgan ishlarningki biri. Uning ortiq emas. Uning ustiga hozir Trump Amerikaning milliy ma'rifini yo'q qilman deyapsa. Ma'rif sistemasini yo'q qilman deyapsa. U Xitoyning o'quvchilari albatta yo'qoldi. U ma'noga selishtirib qarasak masalani texim yaxshi tushuna olamiz. Uningdan boshqa bir nuqta vatda esimdan chiqib ketdi. Bo'ldi. Hamda agar Trump faqat Xitoyni ko'zlab qo'yayotgan bo'lsa, ma qilayotgan siyosati Trumpningki siyosati bo'lmagan bo'ladi. Lekin Xitoy qilayotgani siyosatning ichida, butun bir siyosatning ichidagi bir ijrosi ijro qilinishi ekan. Undaqda bu faqat Trumpningki Xitoy o'quvchilari qaratilgan masala emas. Andan keyin Xitoy bilan bo'lgan Amerikaning bosh urushida yoki Sud urushida bu Xitoy o'quvchilarining munosabati bor. O'quvchilarining nima munosabati bor Amerikada o'qiyotgan? Amaliyotda Amerikada o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarini haydasa, masalan, hammasini haydab nima qilsa, yana ziyon tortadigan Xitoy emas. Menimcha Xitoy bek cho'ng ziyon tortib ketmaydi. Ziyon tortadi albatta, bek cho'ng ziyon tortadigan Amerikaningki, masalan, ma'rif muassasalari, masalan, universitetlari, nimalar, shular nurg'un o'quvchilarni pul to'lab o'qiyotgan o'quvchilarni ziyon tortishi mumkin. Shuningdek, pul to'lab bu muassasalarga tahdid bo'lishi mumkin. Bu muassasalarning mavjud bo'lib tura olishiga mundaq bir tahdidlarni olib kelishi mumkin. Lekin Trump buni o'ylamaydi. Nima uchun o'ylamaydi? Trump aslida Amerikaning milliy ma'rif sistemasini bekor qilishni qizning harakatiga tushib bo'ldi. Ma'rif kelganda bir gap qilib qo'ya. U ma'rifni buzma degan yeri yo'q. Ma'rifningki bu nimasini, huquqini, bolalarni tarbiyalash huquqini shtatlarga topshirib berish, ota-onaga berish kerak deyapti. DI degan xabaring bormi? DI sistemini yo'qitma degan. Amerikaning ma'rif bölümünü taqash deganlik ma'rif sistemini buzma degan yo'q. Ma'rif sistemini aslidagi afzallikka olib berish degan. Chunki Amerikaning ma'rif sistemasi hozir mesela o'quvchilarni var silishtirganda dunyodagi 100 necha davlatninki 60 nechinchi o'rinda qolibdi Xitoyning oldidagi. Nima sababdan deganda u pulni xashlayverdi deydi, lekin konkret unumi bo'lmayotdi degan gap qilyapti. Bu albatta bu bir ayrim. Hozir qilayotgani, hozirgi bularning plani unda bak konkret hem burun kelayotgan Amerikaning ma'rif sistemasi qo'lga keltirgan natijalardan texim yaxshi natijani qo'lga keltiramdi seningcha? Yo'q, bu ma'rif sistemasi-ku yaqinqi shu 10 necha yildan beri buzilib ketdi deyapti. Aslidagi shu 80-yillarda 90-yildan burunqi shular qaytib kelmez degan narsani ko'rdi. Masalan, hozir Amerikada qandaq deganda Kanadada qandaqdan bo'lmaymiz. O'z vaqtida shu Amerikada biz yengdan Amerikaga kelgan chaqlarda maktablar bilan maktab mesela o'xshamaydi. Kambag'allar bordigan, baylar bordigan bu maktablar nima deyam? Baylar bordigan maktablari haqiqatan ularning nimasi
üstün değil mi? Seviyesimiz üstün, teminatımız üstün. Çünkü baylar özleri halaydı o yukarı oldu. Keyinendeki kandak o ketkendik bulanı arlaştırıcımız dedi. Çünkü bu Obama'dan başlagandan keyin bu arlaştırıp etip kembegallarını alsa, bunu mu alsa, hatta mahallelerdeki composition var ama Amerika'da mı, Kanada'da mı şunda oluşup bazı mahallelerinin bağısı yukarı oldu. Bazı mahallelerinin kembegallarının okşamaydı o hem dedik. Turmuş seviyesi derecesi okşamaydı. Şunu beraberleştirdiğimizde DEI degen narsa şu anı kılıp marif sistemini buzvetti. Marif sistemi emez. Şu nurgun başka nemalarni buzvet. Şunu ya şu kampının davatqını haydi ine kampanya mezgildi şulan dedi. Aslidagi şunun keltirmez davatıdı. Marif sistemini o'ngshayma davatıdı. Mundaq gap. Bu menimcha Obama'ninkiligi nima? Healthcare ma? Obama'ninki? Ya education başka, healthcare degan u başka. Yani bir cho'ng topib. Davatqanim Obama'nın healthcare deganda mo Trump mesela u faqat ashulaqi nimalarga doktorxonalarga nimalarga yoki boshqa doktorlarga ayrim shaxsiy shaklda pul to'layolmaydigan, pul yetmaydigan Medicaid kambag'allarninki musha nimasini Obama mushuna aminlashtirgan. Lekin uni Trump chiqqandan keyin elevatdi. Shunga o'xshash masala bu hamda. Shu baylar o'qiy oladigan, masalan, baylarninki mandaqcho, menda bir narsa aniq bo'lmaydi. Amerikada Medicare degan narsa bor. Medicare degan pensiyaga chiqqanlarninki 60 yosh, necha yoshdan yuqorilarni ta'minlaydi. O Medicare. Uning Obamacare degani shu Amerikada Medicaid degan narsa bor, kambag'al, to'yan kirimlar Medicaid degan narsa bor. Yana birisi Obamacare degan aning ustiga qo'shgan narsa. Shuning uchun Obamacare'ni yo'qotgani aniq. Trump birinchi qitim chiqqanda u bo'lmaydigan nima deb yo'qotdi. Lekin Medicare bilan Medicaid cheqilmaydi deyapti hozircha. Ma Demokratik partiya Medicare bilan Medicaid cheqildi deb to'liq men bu selishtiryapman. Faqat Trumpning qilayotganini, masalan, har bir sohada, har bir tarafdan selishtiryapman. Tushundim. Lekin Medicare'dan ikkisining bir farqini deyapsangiz, ikki atalg'ini ishlatdingiz inglizcha. To'g'riqasiz. Hozir dedim o Medicare degan yaşangan adamlarninki pensiyaga chiqqandan keyinki salomatligini saqlaydigan bir ayrim bir pul. U nayt cho'ng bir nima? Pensiyaga chiqqandan keyin Abdurahim, Obamacare degani u pensiyaga chiqqandan keyin masala emas. Odatda shu yosh u bu nimalar to'layan pul to'lab o'ziniki sog'lomlik sahiya nimasini Tutquzish puli deganda gap, tutquzish. Sistema hamda. Sog'liq sohasida tutquzish puli. To'g'ri. Uni yo'qotgan. Oxirgi bir savol albatta Ahmedjon aka sizingizda hamda biz Uyg'urlar nurg'unlagan mushalik masalan Amerika tavatirsiz so'dirish nima Sharq Turkiston masalasidan qatib o'zimizning tushunchasida tushunamiz deb ma'nodingiz. Şunun münasebeti yana bir savolda hamda Uyg'ur va muhojiratdagi tashkilotlar Amerika Xitoy so'dirishdan kelib chiqqan siyosiy fursatlardan qanday foydalanishi, qanday hozirlik va tayyorliklar turish kerak deb. Endi bunda dishki sabab siz hamda uni boshqa bir fikr qildingiz. O'tganda Donald Trump Xitoyning 51 nimasiga majburan mehnat yetishdagi ba'zi Xitoyning yuqori texnik nimalari Amerikaning 51 shirkatni jazo qo'llanayapti bu narsaga. Anan keyin yaqin yana bir Uyg'urlar qilib narsa o'tirib qo'yilgan nol majbur emgak qonuni degandekda. Demakchi bular yana ash bir narsani nimaga ekirib so'qash orqali Uyg'urninki bulayotgan ashaga huquq daftarchilikni shuni nima qilyapti. Sizning deganingiz esa biz uni majbur eklayapmiz deyapsizda ham aqlingizda. Shunday bo'lgan mana qarasak bir-birsiga zidlikdek bordek nima qilyapti? Yig'ib aytganda o chaqda bizniki hozir chet el tashkilotlar biz chet el nima uchun da'vo qilamiz, nima uchun hamda u davlatning parlamentiga, bu yerga xalqaro siyosatlarda o'zimizniki mavjudligini har xil yo'l bilan ifodalab kelyapmiz. Namoyish qilish, diplomatik jihatlar degandek. Bu nuqtadan da'voda biz qanday tayyorliklar qilishimiz kerak, nimani qilishimiz kerak to'g'risida bir ozroq fikrimni qo'yib taqlash kerak. Bu hozir sizning gapingizda masalan siyosiy sahna dedingiz. Hozir sizning butun gapingizdan
mush oxirgi gapingizdan nima kelib chiqdi desa, xuddi biz o'zimizni mush davlatlarning ichidagi bir davlatdek his qilib, shunga shu xalqaro munosabatga kirib ketgandek his qilamiz o'zimizni. Shu ishi cho'yarkanmiz, lekin bizning ishlarimiz bo'lmasanga hamda kirayotimizda bir reallikda. Ya to'g'ri, ya bunun ko'ngil bilish, bunun qanchalik foydalanganligi, shunchalik foydalanish albatta bizning tashkilotlarimizning majburiyati va qiladigan ishi. Lekin hozir birinchidan Xitoy Amerika savdo urushi deb atab oldik biz. Amaliyotda bu Xitoy Amerika savdo urushi emas. Bu Trump'ninki bütün dunyoga yurgizayotgan bir siyosati. Xalqaro siyosat. Men buni iqtisodiy siyosat, savdo siyosati, tijorat siyosati, nima desak mayli, bozor siyosati, nima desak mayli, lekin bu Xitoyga emas. Hozir bütün dunyoga qilayotgan ish. Bundaq ahvol aslida, yani buni faqat Trump bilan Xi Jinpingning Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi masala deb qarab turib tahlil qilsak, biz buningdan qanchalik foyda ola oladigan nuqtalarni topolmaymiz u chog'da. Chunki biz masalaga xato qaragandan keyin uning foyda ziyni xato mo'ljallandi degan gap. Bunda ahvol aslida biz xohlagan, istagan, umid qilgan foydalarni og'il bo'lmaydi. Shunga masalaning o'ziga nihoyat real qarab, ananki shu reallikning o'zidan bizga keladigan Sharq Turkiston masalasiga keladigan foydalarni ko'rayotgan vaqtimizda ananki bu foydalarni bizga real bo'ladi. Bo'lmasa ham xayol bo'ladi. Shu ham xayolni jiqrab qilamiz o bulayotganimizda hamda ham xayol o'ttirgan so'rinlarimizda ya Facebook yozatgan narsaga qarab Abdurim, yani siz nayt axliq. Sizning qo'ygan savolingiz nayt axliq savol. Sizning o'ylaganınız men sizga o'xshash o'ylayman uchun Uyg'urlar bu bizningki orzuyimiz. Lekin tashkilotlar undaq emas. Tashkilotlar orzular bilan, umid bilan ish qilib bo'lmaydi. Tashkilotlar degan tashkilot bo'lganligi uchun reallik bilan ish qiladi. Chunki tashkilotlarning qildigan ishi real masalalardan real foyda ziyonni ko'rish kerak. Şunun asasen iş qilish kerak. Şuna mesela uzun bo'lib ketdi. Hozirgacha shundaq bizda Uyg'urlarda mesela Amerikaga bo'lgan bir xillik umid. Amaliyotda bu umidning hech qanday o'rni yo'q. Ham real emas bu umid. Amerika Sharqiy Turkistonning manfaatini o'ylab qo'ymaydi. O'ylabmi qo'ymaydi. Mumkin emas o'ylashi hozirgi vaqtda. Endi agar siz e'lon qildingiz bir noch xabarni, odamni suyundiradigan, xush qiladigan, men tasqadim siz e'lon qilayotgan qo'llarimni ko'tarib vaqirab ketgili. Masalan, nimaninki Gollandiyaninki Sharq Turkiston degan ismni qo'llanish masalasida, bizning davlatimizning nomini qo'llanish masalasida, bu degan biz uchun nihoyat cho'ng foyda, ajoyib cho'ng foyda. Haqiqatan cho'ng foyda, lekin mushu cho'ng foyda ne qandaq biz baholaymiz desak, bu tashviqotimizdagi cho'ng foyda. Faqat tashviqotimizdagi, ya'ni bundaq vaqtda hech bo'lmasa boshqalar Sharq Turkiston degan ism qarab bo'lsin, bizning bir besilgan zimin ekanligimizni biladi deb qo'shilamiz buningga. Demak, bu tashviqotdagi masala, lekin Gollandiyaning davlatining o'zi bizni Sharq Turkiston deb vatanimizning mushu muqaddas nomini mushdaq atagan vaqtning o'zida ular nimani o'ylab atayotdi degan gap chiqadi bu yerda. Lekin mushu gap yana bizni nimaga olib bordi desa, endi Gollandiya Sharq Turkiston degan mushu otni ataydi ekan. Unda bo'lsa Sharqiy Turkistonning besilingan zamin ekanligini Gollandiya parlamentga qaror olamdi o'shuning abmimdi. Deb mi yedi? Bu çağda bizge siyasi payda oldu. Teşvikat paydasından ötüp siyasi payda oldu. Eğer bunda bulmasa bizim paydamız teşvikattaki payda oldu. Siyasi payda olmaydı. Şuna biz siyasi hem de teşvikat paydasını siyasi payda özgürtüşümüz için Gollandiya bilen zich ala kılışıp nait sistemli
nait seviyelik şekilde aloqa qilib, Gollandiyaning o'zi Sharq Turkiston deb atayman degan mushi gapini ching tutib olib, Gollandiyaga undaq bo'lsa, sening mushi gaping bizningki besilvingan davlat ekanligimizni e'tirof qilganligingmi emasmi? degan xitobni qilish kerak endi. Bu xitobni shaxslar qilinmaydi. Bu xitobni Sharqiy Turkiston milliy ozodlik harakatiga, Sharqiy Turkiston vatan ichi va sirti xalqqa vakillik qila oladigan bir organ endi bu ishni qiladi. Lekin bu yerda yana boshqa bir savol. Gollandiya hukumati, parlamenti, Gollandiya davlati bizda mushundaq bir organni ko'ra olamdi? Mushundaq bir organni e'tirof qila olamdi oldi bilan? Chunki mushundaq bir organni e'tirof qilish Gollandiyaning Sharq Turkistonning besilgan zamin emasligini parlamentida ma'qullashning oldingi sharti. Lekin bu shartni biz o'rinlamadik. Uyg'urlar o'rinlamadi bu shartni. Bizningki haqiqiy bütün Uyg'urlarning tashkilotlariga vakillik qiladigan bir kunlik organimiz bormi? Yo'q. Unda bo'lsa Gollandiyaning mushu e'lonidan siyosiy foyda olamiz desakmi, bu siyosiy oladigan foydani qiladigan organ yo'q-da bizda. Unda qanday ola olamiz? Agar elish mumkin bo'lsa-mi, agar Gollandiyadan mush foydani elish mumkin bo'lsa-mi, biz o'zimiz ololmaymiz degan gap. Xo'sh, Misharif hozir mana to'liqlikda deyman. Hozir hamda 3-ayning 16-kisida Gollandiyada Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatida iftor faoliyatida 200 dak odam qatnashdi va iftorlik faoliyatiga. Shu faoliyatga kelganlarning siyosiy partiyaninki bu qatimqi Gollandiya parlamentida shu Şinjan Sharqni almashtirayli deb fikrini o'ttirib qo'ygan Denk partiya deydi, O'ylan partiyasiniki, ya'ni Golland eng kichik bir partiya, parlamentda 3-4 a'zosi bor parlamentda. Shu asharida 3 ta narsani o'ttirib qo'yish, ashuni iftor faoliyati so'zga vaqtida. Birinchisini dedi, men Uyg'urlarga Sharq Turkistonliklarning bu haqqoniyatini qo'llash bilan teng Gollandiya parlamentida Şinjan degan ismni Sharq Turkiston almashtirishni bu taklif o'ttirib qo'yman dedi birinchi taklifi. Ikkinchisi bu o'ttirib qo'yilib bo'lgandan keyin Sharq Turkistonning besilgan bir zamin ekanligini buni o'ttirib qo'yman dedi da narsanikini. Hechat mana shu gapmish edi. Hozir deyotgan narsa, shu deyotgan narsa nima deganda biz Uyg'urlarni tarbiyalaymiz deydi. Tarbiyalab yoshlarni hozircha bu narsaga. Buni anglab men haqiqatan suyundim. Bedellarim deganning shu qonlarim ulg'ib ajoyiblar kechib uxlamayman maqola yozib bu to'g'risida. Shu nim bo'lgan bo'lsa bir narsalarni yozib buni Uyg'urcha, inglizcha, xitoycha, arabcha hamma tillarga hozir sunniy aqlda tarjima qilib buni tuzatkizib hamma narsa e'lon qildim bu narsada. Demakki, mushunda haq shapirayotgan vaqtda bizning atrof tashkilotlarga aktivistlar qarasa bunda xabarlarga pisand qilmoqlar. Mesela bir ajdaysini men to'rga chiqardim Facebook'larda. Twitter'da taqatdiq bizning Uyg'urlardan buni taqatligan har gapni cho'ng qilgan tashkilot odamlar qolsa hammasi hech qanday ish bo'lmaganda yashaydi nima qilayotganlari shu buni anglar. Demakchi biz haq shapirayotganki biz uni g'ulg'ul qo'zg'ashimiz kerak shu bu narsani to'rlarda degandekda amaliyotda biz ish narsaga ham hozirlik emas. Undan boshqa Gollandiyadagi har siyosiy partiyaning odamlari va har tadqiqotchilar va oldin bir necha yillar degan nurg'un Golland universitetlarniki har proyektlari nurg'un bilan aloqalarni qilaylikda shularni so'rayotgan savollardimi endi hammani o'tirib qo'ymizmi deyotgan yeri shu biz kimga ishonamiz deydigan gap bor-da mana. Albatta, chunki bir davlat mayli u kichik partiya bo'lsin, nim bo'lmasin, lekin u parlamentdagi bir partiya bo'lgandan keyin shu parlamentning o'zida o'zininki bu loyihasini suna oladi. Balki shu loyiha amillishi mumkin, qaror elinishi mumkin. Demak, bu bak cho'ng umid. Lekin bundaq taraflar oldi bilan bütün Uyg'urlar, vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlar ishonadigan, mana vakillik qiladi deydigan mundaq bir tarafni izlaydi. Kiliplam meni to'g'liqni izlamaydi, sizni izlamaydi. Yoki dunyo Uyg'ur qurultayini, yoki bo'lmasa Turkiyadagi ma'rif jamiyatini, yoki bo'lmasa Sharq Turkiston surgun hukumatini izlamaydi. Bular bütün Uyg'urlar o'rtaq har qanday tashkilotda bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday tashkilotda ma'rif jamiyatida bo'lsin,
Ma'rif cemiyetini kollaydiganlar olsun, Şarkı Türkistan sürgün hükümeti olsun, ulanı kollaydiganlar olsun, Dünya Uygur kuldikiler olsun, ulanı kollaydiganlar olsun. Muşularning hammasi yine kopap ma tashkilot jihatdan men ma dunyo qurultiga tava yoki hukumatga tava yoki ma'rif jamiyatiga tava tashkilot jihatdan lekin mening milliy birlikim jihatdan ya'ni mening milliy mustaqillik milliy ozodlik kurashim jihatdan ma'u manga vakillik qiladi deyoladigan bir taraf bo'lgan vaqtida bizning mush umidimiz %100 eminleşiyordu. %100 eminleşiyordu. Lekin bu bo'lmadi. Buni qilishga tirishdik. Jiq qatim, nurg'un qatim tirishdik. Oxirida men Shayx Turkiston surgun hukumatining prezident vaqtimda Tokioga mushu maqsadda, mushu niyatda butun Sharq Turkiston tashkilotlarini to'liq bilasan-ku bu ishni. Butun Sharq Turkiston tashkilotlarini 7 tashkilotning boshliqlarini men Tokioga chaqirdim. Xabarimiz bor. Nima uchun? Jilay kunini qaytib qo'ygan, boshlaysiz Jilay kunlaridami? Jilay kunlarimi qaytib qo'ygan, shuni 3-yilnisi. Bu 98-yili. Nima 2018-yili. 2018-yili men 7 tashkilotni chaqirdim, Dunyo Uyg'ur qildim, buning ichida nima O'g'izxon bor, ayrım bir çakırık qilgan, hammamiz bilamiz, hammamiz çakırık. Deylik ha. Hayajonliq çakırık qilgan. 7 tashkilotni chaqirib men Tokioga. Bu hukumatning chaqirig'i deb o'ylab qolmanglar. Men hukumatning bir prezidenti, Sharq Turkiston hukumatining prezidenti, lekin bu hukumatning Sharq Turkiston surgun hukumatining chaqirig'i emas. Bu hammamizning chaqirig'i. Mushu 7 tashkilotning Sharqdan surgun hukumatim şunun içinde men hatta mushu hukumatni tashkilot shaklida muomala qildim endi amalim yo'q. Mushlarni ishondirish uchun, niyatimning sopligiga ishondirish uchun. Shuning bilan mushu 7 tashkilot bir yerga kelib, biz Tokioga kelib 7 tashkilotimizning kunligini hosil qilaylik dedim. Bir parlamentdek bir nimasini hosil qilaylik. 7 tashkilotning ismlari esingda bormi? Yo'q, esimda bor. Onun devletler bir anlap koyaydı. Alaylık mı? Terkislap koyaydı. Bo'ldi, demayli. Endi men buni kunlarning birida bizning bu tarixiy bir ishimizni va bu ishdagi mag'lubiyatimizni men nayt tafsili tushundirman xalqimizga. Bu %100 endi. Chuqur Tokyodagi mushu qurultayga mushu toplanishga 7 tashkilotninki bir simi kelmadi. Bir simi kelmadi. Men Tokyoda o'tirib, Tokyodagi shu nimani mening og'am belgilagan yig'in zali Tokyodagi ayni vaqtida 1905-yili mushu Sun Jungsan apandilardan iborat necha odam shu yerda yig'ilib Junhua Mingoni planlagan va Junhua Mingoni qurib chiqishniki planini qilgan shu. Men buni maqsadlik tanlagan. Ya ben bir sualını so'rab baqsam bo'lamdi, Ahmadjon, bir sualını so'rab baqsam bo'lamdi. Ha? Şu vaqtida sen Sharq Turkiston surgun hukumatining raisi turib, aşağıda sen nima uchun chiqib, men Sharq Turkistonga vakolatan shu nimani o'ttirib qo'ymaydi deyman. Men to'g'liq mana mush savolning o'zimi nimani bildirdi desang bizga bizniki yana ham xiyol qilganligimizni bildirdi. Kechirgin bu gapimga. Men sen demayapman, men butun Uyg'urlarni deyapman. Nima uchun desang, meningki Sharq Turkiston surgun hukumatining prezidenti ekanligimni, masalan, ish bo'lmas Tokioda, Yaponiyada masalan e'tirof qildi desangmi? Lekin reallikda mening undaq emasligimni biladi.
Çünkü Ya öz vaqtida Dunha Minguanninkin maşada açqan yig'indimi ular hammasi abay sen degandek hamma tashkilotlar mening oldim kelib mening men bo'yicha degan emas vaqtida o'zing bilsa o tarixni shundami ularmi shu ularmi vaqtida Gungsandan vatdi ya'ni partiya boshqa partiyalar qarshi sen vakillik qila olmaysan deb hozirgi ahvolga o'xshash lekin shu vaqtida bir eng olmaganda mencha eng olmaganda shu vaqtda shu gapni degan bo'lsang ular kembidi bo'ldi deb tiketgandan ko'ra-chi men uqmayman iniq u yerda bo'lmagandan keyin men iniq ahvolda bo'lmayman mencha hamda mening shaxsiy fikrimcha shu vaqtida shuni jakolib aytgan yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman chunki alami Onu ben jakaladım dey, ben jakalasam aldı bilen bütün Yaponiya, anondaki Yaponiya'dan başka bizninki milli azatlık hareketimizge astırttın, perde akıdın, nim deyimiz, coğuzu astıdın, yardım kılıvatkan, ya kümül bilvatkan taraflarını makul deyli, kolladı deyli. Lekin bizning halkımız kollamaydı da onu, bizning teşkilatlarımız kollamaydı da onu. Teşkilat qo'llamay tashkil xalqni chechitib bordi-chu. Go'roq bo'yitib bordi-chu. Gapning poskallasi chet el. Abdurimjon men xafa bo'lmasam men ma'lum bo'lmaydi deb chet ellardagi butun xalqni boshqarayotgan tashkilotlar shu tashkilot xalqni bilib pash qilib bu bizning eng ajallik sarimiz. Men bir narsa o'ylayapman. Bu millatning egisi bormi deb bulayotgan bulti mushlish bulayotgan bizning bu iflos rezillik ko'ryapmiz nurg'ishlarni-chu. Bu g'arbni so'radi acayip kuchli var. Sizin milletin ilgisi yok mu? Ma siyasi noktadan desek, ma siyasi yapılaylı ilmi. Uygur milletinin ilgisi Uygur milleti. Şu doğru Uygur milleti. Tutup ben gideyim de olay. Uygur milletinin ilgisi Uygur milleti. Lekin bütün Uygur milletini mana şu ilgisi Uygur'un ilgisi de bir yere eklenmeyse. Doğru. Nasıl bu? Onu bir yere ekiliş için bütün Uygur milletinin nurgun tarmakları egişivatkan nurgun teşkilatla partiyeyle ne bir yere ekersen bular hemmisi şu teşkilat ketilip durup şu sen teşkilatın başlıkları ekerken bir yere kilidi. Şunu olan muşu bir yer, muş kergen bir yer anandan keyin bütün teşkilatlara ve teşkilatlar vekillik kılatkan bütün Uygur milleti vekillik kılıdı. Bunu muşu birden bir demokratik adil vekillik. Ondan başka vekillik bulanmaydı. Dünya Uygur Kurultayım vekil bulanmaydı. Sürgün hükümetim hazır vekil bulanmaydı. Mağrib cemiyetin bulamaydı. Hiç kandak bir teşkilat bulanmagan iken onun üstüge hiç kandak bir şahs mı vekil bulanmaydı. Şuna to'g'liqni abi sen e'lon qilyapsan bo'lmamdi degan yer nima desa men u yerda bir shaxs. Men bir shaxs. Yoki bo'lmasa men faqat bir hukumatning amaliyotda u endi biz hukumat deymiz, uni bizga simbol xarakterda bizning milliy mustaqilligimizning belgisi, simboli jihatda biz shundoq deymiz. Lekin siyosiy jihatda bizning harakatimizning shaqtusgan siyosiy jihat degan boshqa davlatlarga da'vataman. O'zimizda bizning milliy harakatimizning haqiqiy vakili emas dexe. Sürgün hükümetim. Şuna men vakili da'vasam bo'lmaydi. Real bo'lmaydi. Xo'sh, endi bir narsa so'ray sizdan-da. Bu timlar. Abdurrahman men mangmasam bo'lmaydi, saqlab qoldi. Siz chiqaveramsiz. Siz chiqaveramiz. Ma'qulsan, qopmaysa, saqlab qolganda-da. Ma'qul. Ahmadjon ayrim paranglashamiz aka, ma'qul. Sizning vaqtingiz yoshda hozir timni qattiq qisib ketdi. Men bir savol deb qolib qoldim-da hozir. Endi siz bu sürgün hükümetde rais bo'lib degandek faoliyatlarni qildingiz. O vaqt xabarlar bor. Tor dunyosi sizmi so'zladingiz, qarshi tarafning so'zladi, videolik bu narsalarni ko'rdik. Hammada har xil nuqtadan kuzatganda bu narsalarni. Endi dedik biz hozir chechilang'iliq emas, hamkorlik asosida ittifoqlashga ehtiyojimiz bor-da bizniki. Ajda bir yerni nim qilish uchun butun tashkilot bir narsalarni. Endi siz hozir surgun hukumatdan chiqib ketgandan yo'g'i qayta tashkilotni qurmadingiz, yoki hukumat quraman deb yana odam atrofini to'plab nima qilmadingiz? Jimmi o'zingizni ish qilib ketyapsiz, buni ko'ryapmiz. Xalqimizni ko'ryapmiz, jumladan men bir kuzatuvchi sifatim bilan narsani diqqat qilyapman.
Hech qanday bir yerda ya hukumat quribdi, ya kiryapti, ya tashlatayotgan narsani anglab boqmadim. Men bunday tushundim bu ishingizni. Birisi siz o'zingiz ko'rdingiz, xil siyosatning yuqori nuqtalarga bir yapilgan ishingiz deb berdingiz. Sizning sukut jim turishingizning o'zimi bir millatning chechib ketmasliginiki bir oldinala deb o'ylagan taraflarida. Men chiqsam, yani buni eng yuqori chiqib qilib boqdim. İttifaqlashtirib nima qilanmaydi ekan, bir yig'anmaydi ekan men. Yana birini qursammi, yana shu mangsam bek oxir chiqolmay, eng yaxshi jim turib o'zimning qulamni qilganini qilib boqay deb boshqa ketadi deb boshqa tushundim men. Bunda adamning chet elida diasporamiz bir necha adam bor, sanoqli adamchi. Qolgan hammasi matashada o'qitilmagandan anadan man chiqmay o'zal ismini birini qo'yib oldi, o'zining yo'l ketaverdi. Adam bor yo'qimizda ketyapti. Ham demakchi, bulto surgunlik hukumat Amerika davlat parlamentiga sharq taraf besilgan zamin ekanligini to'g'risida bir yozim bayonot e'lon qildigan nima qilgan vaqtida nurg'un tashkilotlar qo'llab imzo qo'ydik, nurg'un qildik. Shu qatorda men bu Umid Musobatdan bir suhbat o'tkazib ko'rdingiz. Nima uchun bu 14 tashkilot kelamadi degan vaqtida uning keyin surgun hukumat qilgan vaqtda xalqimiz qo'shilgan jumla men qo'shilgan. Qanday chechida pash turgandan keyin menda bir munbar qurib hamkorlik asosida bir faoliyat qilsa, ish qilgan bo'lsak deb. Afsus u surgun hukumatningki riyosatchilik qurilgan o nimamo Sharq Turkiston mustaqillik munbirmi qattiq dag'dug'alar boshlandi, oxirida umidsizlik bilan mag'lub bo'ldi. Buni siz qanday qaraysiz? Siz sirt bir kuzatuvchilar tutdingiz bilan. Bu birinchidan siyosiy saviyamizning qanchalik tuvanligidan. Birinchidan siyosiy saviyamiz degan vaqtida men faqat mush tashkillik, partiyachilik, tashkillanish ishlarini ko'zda tutyapman, undan ortiq emas. Ikkinchidan bizningki milliy engimizningki yo'qligidan. Masalan bizningki masalamiz, milliy da'voyimiz nima? Xarakteri qandoq? Buni bilmaganligimiz. Uchinchidan bizning da'voyimizni qilayotgan, qo'shbashnashi da'voyimizni qilayotganlar deganda shu da'voning shu organ, tashkilot, partiyalarning ichida huquq tutib, huquq qo'shbashning ichida bu ish qilayotganlarning mutlaq ko'p sondagilari vatanparvar emas. Men shundoq deyalayman, vatanparvar emas. Chunki vatanparvar bo'lgan bo'lsa, oldi bilan u o'zining manfaatidan kechalaydi. To'g'ri. Ikkinchidan o'zi tava bo'lgan tashkilotning manfaatidan kechalaydi vatanning manfaati uchun. To'g'ri. Shundoq bo'lganda mush ikki manfaatni turayli. Birinchidan inson o'zining manfaatini kechamadi. Shunga u qaysi tashkilotdan bakarak manfaat ola olsa, shunga ketib qoladi. U o'ylamaydi u tashkilotning xarakterini, u tashkilotning ideologiyasini, u tashkilotningki siyosiy xaritasini, yo'lini, uning bilan kori yo'q. Uningki qanchalik o'zi manfaat ola oladi va qanchalik shuhrat qazana oladi va o'zi qanchalik moddiy manfaatlarga erisha oladi. Buni o'ylaydi. Bir gapingiz bor, bu yerda o'ziga kelgan manfaat, shuhratingizda ham shuhrat buyoq aytib turlar, ba'zi odamlar zodi o'qitmasa, uyqusi kelmaydigan bir quriblik qilib ko'radi. Manfaat degan qaysi nuqtani ko'zda tutasiz masalan? Shaxsiy manfaat. Qanday manfaat keladi? Qanday manfaat keladi? Masalan, men cho'ngini olay, cho'ngini olay. Men buni davomli deb kelaman endi. Hozir men shu so'rin davray bo'pti. Cho'ngini olay. Xitoy istixboroti, bizning dushmanimizning istixboroti nurg'un Uyg'urlarni yetishtirib, bizning shu da'vo sepimizga tiqavatdi bo'lani. Muni mushular bizning tashkilotlarimizning ideologiyasidan kori yo'q buningki. Buningki faqat har qanday tashkilotdan o'rin olish, shu tashkilotning yuqori pallasiga yomishib chiqish
Bu nimeden dese, bu Xitoyninki bununla berayotgan manfaatini saqlab qolishdi. Xitoy mustamlikchilarining. Ya'ni bu vatan xoini tegidan. Chunki vatan xoinimi? Mundaq bo'lib qolmaydi vatan xoini. Xudo uni vatan xoini qilib tug'maydi. Onasi uni vatan xoini qilib tug'maydi. Ya Xudo uni vatan xoini qilib yaratmaydi. Onasi uni vatan xoini qilib tug'maydi. U yine cho'ng'ilib, kelib, yine vatan xoini bo'lmaydi. Hatto vatan xoini deganni vatanga xoinlik qilib turibmi, buning bir cho'ng gunoh ekanligini bilib turib lekin qiladi. Nima uchun? Nafsi uchun. Nafsi o'zining nafsi uchun, shaxsiy manfaat uchun qiladi. Shunga bu shaxsiy manfaat oxirida insonni vatan xoiniga olib bordi degan. Oxirida. Shunga bu shaxsiy manfaatni o'ylaydigan odam bo'lsa, shu shaxsiy manfaat kuchliroq bo'lsa, aslida buni har qanday tashkilot siqib chiqarish kerak. Bundaq odamni akirmaslik kerak o'ziga. Oshindal tashkilotning ishining beshida emasmi, kontrol qilib emasmi narsani? Gap shu yerda hozir chunki u Xitoy istixboroti shundaq avatida emasmi ularni, shundaq ishlatadi. Ya'ni eng ustiga chiqsa, ondan keyin butun tashkilotning qarorini qo'lga olsa, pul lozim bo'lsa biz beramiz. Pul bilan setib olsa odamlarni. Chunki Xitoy istixborotini biladi, insonning qanchalik shaxsiyatchi bo'lganligini. Şuna pul bilen setib olg'ili bo'ladi. Pulni beradi, shu pul bilan setib oladi kishilarni. Shuna har qanday tashkilot qarasangiz, tashkilotning boshlig'ining o'pcho'rsida qo'rqmas odamlar bor. Nima uchun? Chunki u o'zining oldi bilan o'zining nimasini saqlab turish o'rnini, chunki boshqa tahdid qiladigan talantli odamlar kirib qolsa bo'lmaydi. Ikkinchidan shu odamlarni setib olib bu andan keyin bu tashkilotni kontrol qiladi. Shuning bilan bu tashkilot Xitoyning foydasi uchun ish qiladi. Hargiz Sharq Turkistonning foydasi uchun ish qilmaydi. Bu shaxsiy manfaat. Endi shu shaxsiy manfaat bilan shu inson ashliq kirib ketgandan keyin tashkilotlarga ko'pincha tashkilotning rahbarlik o'rinlarida ko'pincha ashna odamlar bo'lgandan keyin vatan xoinlari. Shuning bilan bular nima qiladi desangiz, andan keyin bular Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik harakatida vatan satida har qanday shaxsan men o'ylagandek, masalan, men o'ylagandek bir yerga yig'ib mush tashkilotlarni mushundaq bir milliy birlikni hosil qilib, mush 7 tashkilotga vakillik qiladigan, mush 7 tashkilotning ustidagi bir kunlik organni hosil qiladigan vaqtingizda u chaqda sizga hech kim yaqin kelmaydi. Mana bu tashkiliy manfaat. Hech bo'lmasa men ularni xoin demasam-mu, bu tashkil, ya'ni men bundaq kasam, men o'zimninki haqonligini yo'qotib qo'ydi ekanman. Shunga men undaq birlikning ichida haqon emas, bir bag bo'lib qolishdan men u milliy birlikning sirtli haqon bo'lganim yaxshi deb o'ylayman. Ma u tashkiliy manfaat. Shuning bilan mush ikki manfaatning o'rtasida Sharqiy Turkiston davası, Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik harakati xona vayron bo'ladi degan. Yani bu bir choyxona hamda bu yerda ba'zi gaplar sizda menga kim suhbat qilib shuni nimada hamda. Mening nurg'un gaplarni devagim bor, nurg'un dalil isbot hozirasligim bor. Endi men choyxonaning bir sohiblosibdim bilan sukut qilmay amolim yo'q, lekin yozmam orqali o'tirib qo'yman, o chaqda hamma narsani egizman bo'laman. Mas'uliyat mening ustim tushidi, majburiyat mening ustim tushidi. Kim tutsa meni tutadi. O meni tutgan yo'lab bundan keyinga texim ko'p narsani yozmam orqali ochma. Chunki yozayotgan yozmam bizning Uyg'urlar beparvo qaragan bilan nurg'un ko'rgan odamlar bor. Har Uyg'urning kuzatuvchilarini ko'rdi, paranglashdi men bilan. Faqat deydigan narsam ularga bu mendan so'rasam men yozdim men narsa o'tirib qo'ydim. Ben kimning ismini degan bo'lsam, nima degan bo'lsa, shuningdan mana yozgan inson qanday qaraysan deb so'rashdim deb ashar ishtirib qo'yapman-chi. Unda o'lib kulib ketadi deb ular biz ko'rishimiz deb ular qoldirayotgan nimalar bor. Deydi, Uyg'urni ko'plab yezinglar deydi. Ko'plab tanqidi, ilmiy tanqid fikrlar ko'plab yezish kerak deydi. Yozili. Xalqning shaxsiyatiga, xarakteriga hujum qilmay, ig'zimizni buzib tillamay, qilayotgan ishidagi buyukratlik, menmenchilik, yolg'onchilik, kazzoblik bilan yezish orqali, eshib berish orqali shu
ma'naviy atmosferani saqlashtiramiz. Azroq o'zi haq yiqidigan bo'ladi. Bo'lmasa, qilayotganda meni eng to'g'ri o'xshaydi deb gizdigan ishkanda bu narsani. Bugungi suhbat yaxshi suhbat bo'lib qoldi. Bundan keyin ko'proq yana munozirlar bo'lsa, har qatorliq munozir faoliyat qo'zg'ab qolsam, o'xshamagan fikrlardan odamni chiqaman. Birlarda so'zga ish emas, o'xshamagan fikrlardan chiqsin, bir-birimizning shaxsiy xarakter hujum qilmagan asoslarda ilmiy shaklda paranglashib o'tirimizdagi ba'zi o'xshashliklarni xalqimiz bilish kerak. Bu orqali his qilmagan nuqtani his qilishimiz kerak. Ya'ni birasini hal qilolmaymiz aniq. Hech kimning ishini hal qilib ketgan yeri yo'q. Lekin o'zimiz yashagan davrdan bir shohid bilan suhbatimiz bilan o'zimizning yashagan davrdan bir tarix qoldirib qo'yaylik, bir tarix sahifasini ochib qo'yaylik. Bugungi suhbatimiz mushayish bo'lsin. Rahmat sizlarga naq maydon suhbat qatnashib berganingizga. Qolgan ikkilar hafta ko'rishaylik. Seyşembe günü yana bir programımız var. Yaponiyadagi Qavulcan bilan biz bu yil 2025-yilda zamonaviy fan texnika va Uyg'urlar yili qilamiz deb mush projekt ketyapmiz yil oxirigacha. Her 2 haftada bir biz zamonaviy fan texnikada yangi bilimlarni qilamiz. Seyşembe günü kvantumninki zarrachilik va do'lqinlik xususiyati haqida, buniki fan texnikasi qanchalik zo'r to'p bilan qo'shqonligi haqida so'zlaymiz. Shuncha qarindoshlarniki bu suhbatni ko'rib bilishini tashabbus qilaman. Shundaqla texnik ko'p ziyolilarimizniki ijtimoiy fan sohasida bo'z ko'plab chiqsa, falsafa, psixologiya qator har xil fanlarda qonunshunoslik, xalqaro munosabatlik, siyosatmish kasb o'qigan qarindoshlar choyxona suhbatxonamiz hammamiz ochiq chiqib o'zimizdagi o'rganganlarimizda millatlar so'zlash orqali xalqimizni oqotayli, xalqimizni bilimga qilayli. Millatni oqotish, millatni bilimga qilish ziyolilarning millat oldida bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati va majburiyati. Xo'sh. Bu program tugayal deb tursak, bir savol qo'yib qo'yibdi. Bu savolni so'rab boqay, xohlasangiz javob berang, xohlamasangiz javob bermasangiz mayli. G'ulom Osmon yog'mini o'zining manfaati deb millat xoinlik qilishga bo'lamdi deydi. Biz hamdiliqi bu yerda bu savolning o'zi G'ulom apandini masalan u xoin demakdir. Shundaqmi bu savol? Bundaq degan yer yo'q. Sen xoin deb degan yer yo'q. Lekin bu savolninki shaklidan o'ramidan nimani tushunamiz desa, G'ulom Osmon apandininki qilganlari tashkiliy harakati, tashkiliy faoliyati bizning Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatimizga foydalimi emasmi? Yoki ziyonlimi emasmi? Mushni o'lchaylik, mushni mo'lcharlaylik, mushni ko'raylik, u chaqda G'ulom Osmon apandining qilgani bizning milliy ozodlik harakatimizga ziyonli bo'pti deymiz. Xoinlik bo'pti demay turaylik, ziyonli bo'pti deymiz. Agar undaq bo'lmasa, foyda bo'pti deymiz, foydali bo'pti deymiz. Endi buningki jarayoniga qarasak, masalan, men Sharq Turkiston surgun hukumatining prezidenti bo'lgan vaqtida ham bo'lishdan burun Tokioda 2015-yil qurultoy ochilishdan burun men Amerikaga maxsus berib Anvar Yusuf apandi bilan ko'rishdim. Maxsus Anvar Yusuf apandi bilan ko'rish uchun men Torontodan Washingtonga bordim. Virginiyaga bordim. Ko'rishdim Anvar Yusuf apandi bilan. Bu ko'rishlik sabab nima desa, ma Tokioda bizning qurultoy hukumatninki saylimi bo'ladi, qurultoyi bo'ladi. Mushu saylamda biz atalmış iki hükümet bana deb turibdi shu chog'da masalan. Anvar Yusufning hukumati va Ahmed Egamberning hukumati edi. Mushni birlikka keltirish. Endi mening bu qilganim nima desa, har qanday bir davlatninki bir hukumat bo'ldi. Birdan ortiq hukumat bo'lmaydi. Uning birdan ortiq hukumati bo'ldi degan gap, bu davlat agar davlat bo'lsa, ichki urushga kirdi degan gap. Hem başka devletler
bu iki hükümetinin, yoki yoki uch hükümetinin hammasini e'tirof qilmaydi. Chunki sen o'zingning xalqi birga kelib e'tirof qilmagan bir hukumatni, birlikda e'tirof qilmagan hukumatni men nima deb e'tirof qildi ekanman deydi. Ham sening qilayotganing ichki urush, bu masala ichki urush bo'lib ketdi senda. Bu hatto menga ta'sir qildi, dunyoning tinchligiga ta'sir qildi. Shuning biz sening bu quvvatganing aslida dunyoning tinchligiga xavf yetkazadigan ishlar, harakatlar deydi. Shunga men mushuning oldini olish uchun Tokyoda shu qurultay etishdan burun Anvar Yusufni izladim. Lekin G'ulom Efendi men hukumatdan chiqqandan keyin G'ulom Efendi orqali bu hukumat eng oxirga bo'lganda 4-5 ulab ketdi. Lekin shundaq taqdirdimi yana G'ulom Efendi yo'q, bu 4-5 bo'lib qanday bo'ldi endi bu bizning milliy da'voyimizga, milliy ozodlik harakatimizga hargiz foyda narsa emas, ziyon qiladi. Chunki bo'lmaydi bundaq qilsa deb sirtqa chiqish kerak. Hech bo'lmasa bir nima qilinmasa, men bu yerda yo'q deyish kerak. Qilinmasa jumi, qila olsa nochi, qila olsa birlik keltirish kerak, bir qilish kerak. Qilinmasa sirtqa chiqish kerak. Men bu yerda yo'q. Lekin G'ulom Osmon Efendi sirtqa chiqmadi. Shu 4-5 hukumatning biri bo'lib turdi. Lekin G'ulom Osmon Efendining qarshida men haqiqiy hukumat, boshqalar haqiqiy hukumat emas deydi. Lekin bundaq degili bo'lmaydi. Lekin reallikda hammasi hukumat. Sen qandaq qurultay ochgan bo'lsang, sen qandaq saylam qilgan bo'lsang, ularmi shundaq qildi? O'xshash. Unda sening nima uchun rasul edi, bularning nima uchun yag'am bo'ldi? Shunga mushundaq shaklda qarasak, G'ulom Osmon Efendining qilgani bizning milliy manfaatimizga ziyon. Milliy manfaatimiz ziyon. Lekin uni endi xoinlik deb atamsiz yoki savallik deb atamsiz yoki savodsizlik deb atamsiz yoki tashkilotchansizlik deb atamsiz, qanday atsangiz atavering, lekin uning haqiqiy rost chin atilishi milliy manfaatimizning zini. Xo'sh, endi bu yerda men bu oxirgi kunida G'ulom Osmonni tanqidladim. G'ulom Osmon bilan men 10 necha yil yaxshi nima kitoblarni yoqtirib o'qiyman. Kuchli tanqidchi, tanqidlarni yaxshi ko'raman. Afsus, o tanqidlarni o'qiydiq, ya'ni o tanqiddan o'ziga tanqid qo'ygan vaqtimizda, tanqid yozgan vaqtimizda o tanqid qabul qilmoqlikda endi. Shunga bizda tanqidchilarimiz nima uchun tanqiddan qo'rqadi? O'zi haqini tanqid qilsa, tanqid qilgan odam qolmaydi. Tirikchiga va yerlik ostida o'lib ketgan tat chiqadi. Unda qolib qolsa, bizning qan tanqidlarimiz uchun misol qolib qolsa, biz tirik qilyapmiz bizlar. Yine Abdurim o yeni shaxsiyatchilikdan men shaxsiy manfaat dedim-ku. Shaxsiy manfaatdan kelib chiqadi. Xo'sh, men hazrat hukumatniki bir nimasi to'xtatdinglar. Men to'xtatdim, savol qo'ydim-da. Masalan, hisobotlaringiz hukumat ish ko'p ketgan, men o'zim oldim dedingiz shu Ya'ni bir bo'lib ketishdan saqlandim dedingiz-da, ham hisobda. Siz uning siyosiy nuqtasida nima qildingiz? Ish ko'p ketgan nurg'unda. Endi biz shu hukumatni kuchlantiraylik, so'ng hukumat oxir qatim deb men qo'lladim emas. Her qanday benim qopqas aktif qo'lladim, men sosyal medyada olsun, emli xizmatim bilan, emli harakatim bilan qo'lladim-da. Chunki birisini kuchlantirish uchun. Oxirda bu hukumatni qurgan Sharqi Turkiston mustaqillik munbiri qurilish ajzod buzilish bosqichiga kelib qolgan vaqtida men chidamadim-ku buningga. Men savol qo'ydim. Bularda de keyin perning orqasida G'ulom Osmon bor. Yo'q desa, chiqsin ekranga. Men savolimni yuzga tashladim. Ağzımı evet dedim. Hükümet bir, küzen köymedim o, kulukunu anlamadı da G'ulom Osmon to'xtama söz deydi. Bular hükümetni bir qillayla ish qilayotgan hükümet shu bo'lganiga yeni qayga deb taz qo'lladik, taz nima qildik keyin. Shunda qilsak yüzünü bilmedi. Bilmay Sharq Turkiston mustaqillik munbiri yig'ilib kelgan 26 tashkilotni yo'q, qashanadan 16 tashkilotniki hammasini chiq sabab cho'p ketdi-ku bular. Ana aşağı ben sual koydum en akır katım. G'ulomka dedim,
Memtimini a'lo deb ism atab turib, hukumatni tunji qadam Amerikada qurgan vaqtida Anvar Yusuf Tural 2004-yilda G'ulom Osmonga telefon qildi-ki, Anvar Yusuf Turalga G'ulomga kelma hukumat kuchlantirilib bir qilsa, G'ulom Osmon hukumatdan yaqin ekanmabdi-ki. Hukumat birde sen ne dedin G'ulom Osmon aka dedim. Sen ne dedin hukumatda bir qilgan vaqtsan telefon qildi-ki, haq olding kelib bir jurtlig'ing. Memtimini a'lo sen ne dedin dedim-da. Temujada bilgada o'qiyotgan mezgillaring keyin qurultayda hemmamiz bilamiz bu reallik bu narsani kirmadi. Shaxsiyatga kirmadim. Bu ishlar bu narsanikini. Biz hukumatni bir vaqtida hukumatning yaqinlashmaganining hamma bugun kuni hukumat bir bo'lib hukumat bir deb qabul qildi. Qurgan 25 tashlarning ishi kirdi, kuchlantirlar buni deb. Rasmiy bir şey kirib nimada Washington xitobnomasi e'lon qildigan kelgan vaqtida yilishib ketdi bularninki. Shuningdek men savolni ikkinchi so'radim. Abendaganing birinchi savol hukumat bir vaqtida "Haqasing ne deding? G'ulom Osmon sen ne deding?" Bütün hukumatni aytgan shu chog'da. Memtimni a'lo sen ne deding? Kep baqqanmiding hukumatning yana kelishib baqqanmiding haqasing? Biz keldik, nima qo'shilishmaysan, nimadan qizg'inasan deb buni qo'ydim. Ikkinchisi hukumat faqat bir odamning nomida borki, hozirgacha butun to'rini tekshirib qolsam. Gollandiya kelgan vaqtda G'ulom Osmon Solihovdan o 40 necha odamdan oldin men so'rgan savol shu vaqtida. Ko'rsatmada G'ulom Osmon inglizcha qilmasa, telefonda bordi, ashada nima ko'rsatdim Solihovdan, mana kelgansiz, bu sizning qurgan hukumatningki engaldigan bir narsa yo'q ekan-ku bu narsani, buni qanday tushuntirsiz? Sen o Solihovdan o hukumat deganni Turkiston devasin bo'ldi, Turkiston devasin bo'ldi, ittimitida gadiblakiga buravatda G'ulom Osmon gibi tushungan bo'lg'achqa jimmi o'tirib oldi. O videoni qo'ymag'iliq bo'la to'rga. Aning keyin u yer dedim. Unda qilib qolsa, hukumat ber degan bo'lib qolsa, qani isming G'ulom Osmonning ismida hukumat bormi ekan? Solih Xudoyning o'rnida ismat bormi ekan? Kimning ismida bormi? Ko'rsatib bu narsani. Desam aning keyindan Sharq Turkiston surgun hukumatniki to'rt televiziyasida mening ustimdan o chaqda nima qilib bir uchun pishnuxo'rlar Xitoyning nimalari u bo'lganda qalbonni keltirib bayonot e'lon qilyapti-ku mana. Bunaqa yozdim bir narsanikini. Hatto dedim G'ulom Osmonga dedim men G'ulom Osmon nazaridan diasporaga G'ulom Osmonning panjiridan diasporaga nazar deb bir narsa savollarni qo'ydim. Xo'sh G'ulom aka, keling sizni hurmatlaymiz. Dadamizning o'rniga adam chiroyli paranglashayli ekranga chiqing. Yuzi qochib yuraglik. Xalqim yer hech kimning shaxsiyatiga kirmadim. Millatimizning o'rtaq manfaati bir o'lchamni serqitaqinglar, o'lcham. Hammadan o'xshash. G'ulom Osmonning degan o'lchimini o'lcham qilib kelayotgan to'q, shu o'lcham o'zi qo'yib savol so'ragan vaqtida yili chiqdi. Javob bermadi. Abdurim G'ani men tuhmat qilyapti degan bo'lgan bo'lsa, qiyomat kuni Allohning oldida men Allohning nomiga qasam beraman, 40 odam yig'ilgan Gollandiyadagi bir şey qanot aşağı video qolganda qo'ymaymisiz videoni desam, mening qo'ygan videoim bor shu vaqtida 12 minutlik telefonga batarya chiqib qoldi. Shu yergacha bor. Oxiri yo'q. Qo'ymaymizlar desam, biz Kanadaga qo'yamiz deb Kanadada qo'ymadi videoni. Faqat qo'yib qo'ygan narsa o'zingizda bir ko'rinishlarni chiqarib qo'yib qo'ydi. Xabarni birdig'anga bu narsanikini. Unda qilqas xalqni nima ish oldaysa. Xalqqa javob ber deb o'tirib qo'ydim savollarni men o'tirib qo'ydim. Nima qildi? Pishnuxo, ya'ni Xitoyning biznes bag'aylariga deb men Allohning nomiga qasam qilib beramankin, 3 avlod emas, necha avlod jamiyat qilib qolsa, mening yana biznim yana taqsiqqa odam yo'q. Hatto mening jamiyatning Sharq Turkiston Jumhuriyatida general bo'lgan odamlar bor. Mening jamiyatim general bo'lib, Xitoy tajovuzga qarshi kurashgan vaqtda G'ulom Osmon nerdiki? Uning jamiyat nerede ekan-da? Nima uchun bu millatniki 26 yoshdan bir yerga kirishi bu qadar o'chmanlik qilib G'ulom Osmon? Bu tarix yozish kerak. Mana degan so'z birisi so'rabdi, siz javob berdingiz, men javob berdim. Buningga mening boshqa fikrim bor desa, men tuhmat qilyapti desa, ekran o'chiq. Mening chiqmasa G'ulom Osmon va Memtimin a'lo surun hukumatiga men chiqaman. Men o'g'avola, men chiqaman. Millatimning o'rtaq manfaati uchun haqiqatni so'zlash mening vijdoni burchim, g'ururim, vijdonim. Buni mening vijdonim so'zildi. Hech qanday haqlar mening shaxsiy adovatim yo'q. Hech kim bilan men deb qo'yay deb qoldim-da. Bizga men deb qolib qoldik. Shunga bizning o'xshash o'lcham qimmatlarimiz bor. G'ulom Osmon o'zi qurib chiqqan o'lcham qimmatlari bor.
Şu ölçem qimmatlarida G'ulom Osmonga savolni qo'ydik, javob bermadi. Nima deydi ekan deb ekranga chiqib o'tirib so'zlabdi-da. Ba'zilar savol qo'yapti, sen savol qo'ygan sen kim o deydi. Sen kim G'ulom Osmon o'chog'i demsa? G'ulom Osmon o'qigan kitobni biz o'qigan. Unida bak bilimli ko'p ketmasakmi, bizning aqlimiz va qonimiz va men qilayotgan har bir ishimda, yozayotgan har bir ishimda eng avval millatning o'rtaq manfaatini o'ylayman. Mening qilayotgan, yozayotgan bir narsa millatning o'rtaq manfaati foydalimi, ziyonlimi? Foydali bo'lib qolsa, meni qilay, ziyonli bo'lib qolsa, eng yaxshi o'zim tortay deyman. Chunki tarixning sharmandabatiga ismim kirib qolmasin. Chunki mening jamiyatimdan tarixning sharmandabatiga ism kirib qolgan bir inson yo'q. Faxrlik tariximiz varki cemiyetimizdeki şermen tarihi yok. Şu başka hiç kimden altı tutup kaldığı yerim yok. Hem adamın aldıda cevap vereleymen, hem adamla ekranı çıkarlayman. Ya anlaydı bu nesi anlasın, çıksın. Deki yazdıgan timam oldum da. Milletin ilgisi yok mu diyeyim yazmaya bu nesige. G'ulom Osman nezirden diasporaga nezer, G'ulom Osman nime deydi. Bunu yazayım. Neme için tenkitçiler Üzü kelgen tanqid kishi demaydi. Buni yozaman. Mushtingda hemen o'tirib yozaman. Ammo videoni jiqadan anglab yozganimiz jiqadan o'qimaydi ekanda. Ma'nosimizni jiqadan anglaydi. Shunga haqiqiy tarix echilish kerak. Kim vatan millat uchun xizmat qilib, nafsini kashga odamga hurmatimiz bor. Lekin nafsini kichikdan nafsini deb millatning o'rtaq manfaati uchun xiyonat qilayotgan millatning birlashishiga to'sqinlik qilayotgan odamlarga nafratimiz bor. Bundanning Alloh balosini bersin deymiz. Masalaga qo'yib qoldik. Yaxshi oldu. Bu Uyg'urlarning sadosi. Bütün Uyg'urlarning sadosi shu siz deyotgan so'zlar. Mening sadoyim shu. Hammamizning sadosi bu. Biz nima bo'lsakmi? Yani sen nimetdan dedingiz-ku, biz nima bo'lsakmi, lekin bizning sadoyimiz bu. Biz Uyg'urlar, shunga bizning sadoyimiz shu. Lekin meseleге mundaq qaraylik. Vatanda nurg'un o'tgan barin inqilob vaqtida, barin Milliy ozodlik harakatida bir programma qildik. Masalan, barinni alaylik. Zaydin Yusufni alaylik. Zaydin Yusuf o'zining jinini berdi. Jinidan voz kechdi. Millatning manfaati uchun, milliy manfaati uchun jinidan voz kechdi. Endi oyada odam milliy manfaat uchun jinidan voz kechayotgan yerda jondan aziz narsa bo'lmaydi o insonga. Jondan qimmatlik, buningdan yuqori qimmatga ega jondan aziz, jondan qadrli narsa bo'lmaydi. Jinini beribotsa. Endi biz nimani berolmaymiz? Erkin dunyo degan erkin dunyo. Dünya nimeni beğenmemiz. Demek bu yerden şunu görüp oldu ki sen milletin menfaati üçün vaz keçenmeydiğen menfaatin var degan gap. To'g'ri. Endi sening millatning menfaati üçün vaz keçenmeydiğen menfaatingdan Xitoy foydalanmaydi degan gap. To'g'ri. Biz nima ish qilmaydi ekranga? Nima ish qilib javob bermaydi? Sen kim o deydigan taklif tashkilotga javob ber, men tashkilot. Men vatan millat uchun ish qilyapman, vatan millat oldidagi mas'uliyatini majbur ado qilayotgan bir Uyg'ur jangchisi deb qarayman. O tashkilot huquq xiyolim yo'q. Nurg'ullar degan o hukumatning animasini qilmadi, men ko'ta degan unda binasiga. Faqat bulay degan bir shart qo'ygandim. Har qanday deganda bulay bak sen degan tashkilotning kerak, sen degan hukumatning kerak, sen degan narsani tutay, bir shartim bor, nima sharting dedi. Her oyda bir qatam dunyo xarakteri haqni qo'zg'ayib namoyish qilamiz Xitoyga qarshi dedi. Hech qachon kelmakda bu ishga. Unda tashlab nima ish bor, men unda hukumat nima ish bor meniki. Shunaqa emasmi? Uni o'zim qilsam bundan dammayda chiqib qilaveraman. Dunyoning ko'zi bu narsanikini. Shunga deymiz, o'lchamni qo'ygandan shu o'lchamga o'zimizni nima qilib baqaldi? Onu bir adamni kutish emas, eng avval o'zini kutish kerak. Men bu o'lchamga tushmamdim deb. Yana bir katta nima qilgan yeri, masalan, Xitoylarniki oq qog'oz harakati boshlandi-ku, nimasinikidan 2 yil burun. Xitoy oq qog'oz harakati boshqa vaqtida to'r dunyosi g'ulg'ulab ketdi bu narsalarnikini. Hatto bu Xitoylarning oq qog'oz harakatiga qatnashishga, Xitoy demokratchilari,
boshqa Xitoy qarshi kuchlar keldi menga. Sen bu oq qog'oz harakatiga ovoz qo'sh, sizning ta'siring va Dam maydoni bu to'g'risida bir bayonot e'lon qil degan men bir shart qo'ydim. Oq qog'oz oqibati qanmaslik kerak. Buningga Sharqi Turkistonlikning milliy irodasi yozish kerak. Sen buni qabul qilgan kuning men oq qog'oz harakatini men boshlayman Dam maydonida. Men dunyoga e'lon qilib bersam, bular yondichu Xitoylar. Xitoylar yadi. Faqat kantonilik va men eng kuchli qo'llovchi kantoniya mustaqilchilari. U deydi, men sizning fikrini qo'llayman deydi. Bizning kantoniyangmi milliy irodasi bunga kirish kerak dedi bu. Bu ishimiz bir qildik, olaga qarshi yaqin kelmadimi? O chaqda aning keynidan nurg'unlari boshqa millatda Xitoy qarshi millatda o'zining milliy irodasi o'tirib qo'yganlikchi, o'tirib qo'yganligi o'sha bizim qanday qilsak qila deb turda har xil odamlar nima qilgandan keyin men dedim, bu oq qog'oz oqibati qanmaslik kerak, buning Sharq Turkistonning milliy irodasi berilishi kerak deb, buningga Sharq Turkistonning mustaqilligi Uyg'ur qutqusining birdan-bir kapolati degan xatni yozib bayroq shaklida qildi, buni ishlatganlar bo'ldi. Shu mezgilda G'ulom Osmon bilan Solih Xudoyevdan Gollandi dedi. Gollandi kelgandan keyin o'sha odam bor so'rinda 40 nech odam bor so'rinda bu fikrni o'tirib qo'ydim. Biz Sharq Turkistonliklar bizim milliy xitobnomamiz e'lon qilamidik. Dunyo binas e'lon qilamidik. Xitoy oq qog'oz harakat boshlab chiqib qoldi. G'ulomkasi hukumatning nimasi mana Solihlar kelibsizlar. Biz mush oq qog'oz oqibati qaramdiq, nima ish qilamiz? Uni buni tillash ish olmaydi. Bizim mush qaramda Uyg'urlarning Sharq Turkistonning milliy irodasi ifoda biras e'lon qilaylik dunyoga desam, bu yaxshi fikr ekan, qo'llayman dedi G'ulom Osmon. Men yolg'on gap qilmasam, Alloh guvoh 40 odam bor ayada so'rinda. O'char xulosda bu qanday boshlaymiz bu ishni dedi. Desak siz bir guruh quring, guruhga biz kiramiz dedi. Unda guruhga kim kirdi desam, bizda Mamdin A'lo kirdi, Solih Xudoya kirdi, men kiraman dedi. Bulut dedim. Bir guruh tashkil edim. Guruhda xilaj odamlar telefon qildim. Va millatning o'rtaq irodasida Xitoy oq qog'oz orqali Xitoy kommunistlarni o'rimiz deyotdi. Xuddi Manjuli o'lib Gungsandan Gomindan kelganda biz nimiz olamadik. Gungsandan kelganda nima bo'lib ketdi hammamizga ayon. Shunga biz bu qadam dunyo kuchli bir signal beraylik. Uyg'urlar shu qadar kuzatyapti. Biz Sharq Turkistonniki milliy mustaqil irodasini bildiraylik deb nurg'un odam telefon qilib qolsam, jiq nima qilmadi. Ba'zi qildiganlar o'qib qoldi. Oxir kelgan G'ulom Osmon Mamdin A'lo kelmadi buningga. Mamdin A'lolarni kurashdim men. Kurashdim, G'ulomga qabul qildim dedi. Qabul qildi dedim. Sen unda qas kirdi. U bu deb yaqin kelmadi oxir kelganda. Alloh guvoh ma degan gapimga 40 odam guvoh so'rinda. G'ulom Osmon Abdurimga yolg'on gap qilsa, chiqira videoni. Ayada ag'a video. Nega qaring bu videoni hamsa? Nima ish qo'ymaysiz ekranga? Nima? O'tgandim yozdim. Nima ish qo'ymaysiz? 40 odam o'tdagan so'rin nima deyishdik biz oyoqlarda? Xalqim shu qadar o'yg'oq, kiram fikr qilgan Uyg'urlarimiz bor deyman ashada. Javob beramiz bu narsaga. Oxirgi ashlas oshkorlik tutqanmasa deb hammamiz yig'ib yo'gab, ikkitiblarkim qo'ymadi binasini. Ma millat bilish kerak, millat bilish kerak. Bugun azroq nim qilib qoldik. Shaxsiyatga kirmagan demayman. Mana nima qilib qolsin, millatning o'rtaq manfaatida har qanday Uyg'ur Sharq Turkiston Uyg'urga ismini qo'llandingmi, millat oldi javob berish haqqing bor. O'tgan Umid Musaboyev nima? Ekranga so'rashgan shu vaqtda dedim, Umid Musaboyevmi qo'ygan savolim, Umid apandim sizmi 14 tashkilotni birga ekkilib kuchlik bir o'ng'ishlar ittifoqi qurib chiqaman deganingiz qo'shib olgandik. Afsus 14 tashkilot kelanmidi? Unda qas millat oldi javob berib nima ish kelmadi? Keldiremaslikka siz ekkilanmadingizmi? Tashkilotni kelmadimi deb ekran chiqib 11 savoldan qil ravr siqishtirdik, qil obdan suhbatda bo'l nurg'un odamlar mamnun bo'ladi o suhbatimdan. Ko'rganda har qanday odam mamnun bo'ladi. Bunda qilib qolsa u o'zi masalan javob berdi, kelmaganlik sabablarini deb berdi, nim bo'lganligini. Unda qilib qolsa 26 tashkilotni buzib o'tgan G'ulom Osmon suri hukumatda nima uchun menga javob bermaysiz? To'g'rimi, xatomi narsalarimiz? Sharq Turkistonga ism hukumat qurib olgan, mana kilolarga hukumat deyaptimi hozir bu narsanikini. Chunki ular hukumat bir vaqt kelmaganda, hukumat bir vaqt G'ulom Osmon hukumatni eng tillaydi. Xuddi hukumatdan Sharq Turkiston suri hukumatdan vabodan qochganda qochadi. Da hamda bugun kun kelganda Kanada chaplashi qilib, shu Kanada chaplashga hukumatdan yiroq keldi. Qo'ngimizni tepigilik. Men G'ulom Osmonga dedim, Solih Xudoyaga 40 odam bor so'rin dedim. Solih Xudoya Amerika Oqsaroyining oldida qanda namoyish o'rlashtirgan bo'lsa dedim. Men Amsterdam Dam maydonida shu kuni o'xshash namoyish o'rlashtiraman dedim. Solih Xudoya nima o'qib bayonot e'lon qilgan bo'lgan bo'lsa, men Amsterdam Dam maydonida shu bayonot e'lon qilaman dedim. Gollandicha, inglizcha. Yana kantoniylik va u kantoncha o'qiydi dedim.
Yana bir sıvalıqı nima? Guangdong Jiangsu avtonom rayonu deymiz o hamda Ulmer avtonom rayonu Xitoydiki. Aştı o'lmay chiqaman dedim, o yuzing tilda qo'ydi dedi ma'nosinikini. Mana. Buni yaxshi gap bo'lamda. Yaqinkanmidi? Oxir nimda quruq qalpoq kiydirib qo'ydi. Undaqa sen vatanparvar bo'lib qolsa, sizning ko'zingizga butun odamning hammasi to'qibami haqniki? Demakchi, poq senda bor. Yüzden kumda poq bo'lgan ekan, eshik qilib qo'ysa, en qo'rqaydi bular. Bundan gibi bir şey tüksin. Yani ekranda qarindoshlar deb qo'ydik. Ahmadjon Osmon efendim o'zim dedi. Hükümet ishga bo'lib ketgandan keyin 3-chi bo'lib ketishdan oldin elishni o'zim tatdim dedi. Chunki ishga bo'lib ketgan ishga urush portal davlatda tushib kelib qolsa hech kim taraf qilmay, dunyo taraf qilmay, dunyoga bir tahdid dedi. Shunga biz o'zimizning ishki qismidagi narsalarga bir nazar tashladik. Lekin hech kimdan g'ayratdan qilmadik, dalil isbot faktlar o'tirib qo'ydik bu narsalarnikini. Buning qarshi fikr, buning qarshi tuhmat qilib Abdurim G'aniyev bizga degan bo'lgan bo'lsa dedik. 40 adamning oldida olgan 2,5 soatlik video var. G'ulom Osmon efendim, Solih Xudoyo. Ondan keyin Mamtimin a'lo shu Mamtimin a'lo shu deb berganman. Chiqinglar dalil fakt oldimizga chiqinglar. Yana olmaymiz. Lekin xalqni oldab millatimizning o'rtaq manfaatida millat chechitiga ishinglar xotim biringlar. Deydiganlik gapim shu. Bundan başqa gapimiz bo'lsa olayli, biz azroq qaynab qoldik, lekin qaynashimiz o'rinliq. Shundaymi ya o'rinliq. Bu asam yozgan narsam meniki, buni ham yozaman, ham yezimni tayyor qilib bo'ldim. Oldirmay e'lon qilaman. Shundaqlar ma'nosini jiqraq adam anglaydi ekan. Haq millat anglasin. Yana deb qo'yma eng oxirgi kelma, har qanday adam bilan men millatning o'rtaq manfaatida bir yakiliman. Shunda birnim qurilib qolgan kuni Amsterdam dammaylik namoyishni qaytadan jonlantirib, millatning o'rtaq manfaatiga vakillik qilgan har qanday narsani gollandicha, inglizcha ham boshqa men bilan qo'llovchilarim bilan ashyoda e'lon qilamiz. Uningga qo'lam ko'ksimda har zaman. Chiqar yana olmayman. Men kim Uyg'urni shu qilsa qo'llayman. Ayrimchilikqa qarshi. Endi boshqa gap bo'lsa siz birdan anakan programmani to'xtataylik. Ne bo'ldi, rahmat. Bilamdim. Deydigan gaplarning hammasini degidek dedingiz, nihoyat yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga. Rahmat sizga, rahmat. Bugungi ekran oldi qarindoshlar programmamiz uzrab ketdi. Taqtib qo'yinglar. Qo'ygan eng oxirgi qatim kuchli tanqid bo'lib ketdi. Tanqidda hech kimning shaxsiyatiga kirmadik. Xarakteriga kirmadik. Lekin qilayotgan ishidiki buyukratlik, yolg'onchilik, kazzobliklarni ichib berdik. Bu yolg'on desa, xo'sh, mening ekranim tayyor. Men riyosatchi olmay, boshqa odam riyosatchi olsa, xohlagan bir odam, millatimiz ishidagi odamni chiqsin, shular G'ulom Osmonmi chiqsin, Mamtimin a'lomi chiqsin, men chiqay, boshqa odamning riyosatchiligida millatga javob beraylar. Bo'lmasa, surundiga men chiqay, millatimiz uchun har zaman tayyorman chiqay. Xo'sh, Allohga omonat qolgan programmamizda davomli huzuringlarda va kelar qatimliq programmaga kirishaylik. Allohga omonat. Allohga omonat. Xayr, xo'sh, rahmat sizlarga.